Siz o'zingiz bilganingizcha o'ynaysiz, qolgan o'zini bilganicha o'ynasa, bu Paxtakor-ku, mahalla emas-ku. Biz odam emas edi yerda. Biz qul edik. Futbolist o'zini faoliyatini tugatgandan keyin bizning O'zbekistonda ko'p esdan chiqadi. Navbahor muxlislar xafa bo'lmasin mendan. O'sha momentda so'kishdi meni. Pas shunaqa chiroyli ketdi. Abbos ham chiroyli sakrayotdi-da. Perikladini Ketgan odam haqida yomon gapirish kerak emas, minus taraflarini gapirish kerak emas va siz buni gapirasiz deb o'ylamayman. Futbolistga eng muhim narsa o'ynashda. Ko'pchilik yig'isi Bo'ldi. unda Odillik xonasiga qidirib kirsam, Kazak multfilm ko'rib o'tirdi. Hayolingiz trenirovkada keyingi o'yinga tayyorlanishda bo'lish kerak-da. Qachon pul tushar ekan deb turib trenirovka qilsangiz, boshqa narsa u. tuya to'ydi, fil to'ydi, sen to'ymading odamzod. Yaxshilardan ta'lim olish eng yaxshi bo'lishga qadamdir. Central Asian University'ga hujjat topshiring. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. 4 kundan beri Instagramda anonsini berib kelayotganim va siz va biz kutgan 1 yil oldin lafzini olganimiz Hojakbar Alijonov bugun studiyamiz mehmoni. Mirkomil aka, efirni boshlaymiz. Kirish so'zingiz. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, aziz muxlislar, futbol ixlosmandlari. Eksklyuziv intervyu bugun anchadan beri bu bahslashib kelib mana shu kunlarga yetib keldik va va'daga muvofiq men juda ham xursand bo'laman o'zi shu kunlarda. Rossiyadan O'zbekiston chempionat mira, bavurlarimiz O'zbekiston jahon chempionatiga chiqishdi, alam chempionatiga deydi. Bu maza qilyapmiz-da. Shuning uchun buni debochasi mana birinchi bo'lib faqat bizada intervyuda qahramonimiz, Eksklyuziv qahramonimiz Hojakbar Alijonov. Hojakbar, xush kelibsiz. Assalomu alaykum hamma muxlislarga avvalambor. Sizlarga ham kattakon rahmat. Shunaqa chaqirib, yaxshi kutib olganingizga. Kecha hazillashdik trenirovkada Mirkomil aka. Shu bilan Hojakbar Alijonov ikkinchi intervyusi qachon bo'ladi degan savol tug'ildi-da. Men o'z fikrimni aytdim. Ikkita variantim bor dedim. Birinchisi O'zbekiston milliy terma jamoasi Osiyo kubogini yutganda, ikkinchisi Paxtakor Chempionlar Ligasini g'olibi bo'lsa, sen uchinchi variantni o'zi aytdi. Hammaga o'zi aytdi. Uchinchi variant. Hazillashib qo'ydim. Mayli. Yaxshi niyat. Yaxshi niyat. Real Madridga o'tganim dedim. Ana bo'lmasa. 3 ta imkoniyatimiz bor. Ikkita do'ring. 2+ ekan bu. Xursand bo'lardik, lekin oxirdan boshlasak birinchi. Xullas, bo'lmasam boshladik. Hojakbar Alijonov futbolga 7 yoshida qay tartibda kirib keldi va kim sababchi bo'ldi? 6 yoshimda. 6 yoshda. 6 yoshimda o'zimizning mahallada Tapovich bo'lardi. Bilsangiz, bilasizmi siz? Tapovich bo'lardi. O'sha yerga adam bilan olib borishgan. Unda men yoshimdagi anaqa pokoleniya ochilmagandi 97larniki. 94larniki bor edi. Men kichkina bola bo'lganman, o'sha yerga olib borishgan. Qiziqish 94lariga. Endi ular yaxshi o'ynardi, ular katta bolalar edi. Uni o'sha yerga gaplashib qo'shishgan uydagilar. Hatto 95-96 ham bo'lmagan. Yo'q, ularni eslamayman lekin. Menim 95 bo'lgan. Shu 94larga borganman. Shu tazmin trenirovka qilganman. Keyin 96lariga ham o'tkazishgan keyin. Ochilgandan keyin. O'tdi keyin 96larda sal ko'proq bo'lganman. Keyin o'zan Paxtakor ochilgan 8 yoshimda. Bizda payt 8 yosh edi-ku, hozir menimcha 6 yoshmi? 6-7 yosh. Shunaqa 8 yoshda ochilganda borganman. 2005. 2005 bo'ladi. Jasur Abdurahimov trenerimiz. Mayladan ochilgan adashmasa. Shuni o'sha bu yoqqa ko'chganmiz keyin. O'sha nima to'g'ri bo'lganki, sifatli pokoleniya chiqdi, avlod chiqdi 90'lardan, 96'lardan, 97'lardan. Bitta 95 sal oqsadi, sabab o'tdi murabbiy ko'p almashgan edi. 95, 93, 97'larda deyarli murabbiy almashmagan edi. Paxtakorda o'shanda. Menimcha ko'p narsa trenerga bog'liq deb o'ylayman men. Trener shu bolalarni to'g'ri ushlab, kim qanaqa chiqayotganini ko'ra olsa, masalan, bizning yoshlikda masalan men, ya'ni bitta ikkita bolalar unaqa zo'r bo'lmagan bizda, ya'ni ko'zga tashlanadigan. Jasur Yaxshiboyev bilasiz qanaqa edi? Bitta o'zi ajralib turardi.
masalan bizga o'xshagan futbolistlar mana shunaqa o'rta miyonadan sekin chiqib ketayotganlarni masalan trenerlar ko'rishib bilish kerakda. Shundan dальнейшем nimadir chiqadi. Shunga anaqa e'tibor berish kerak deb turib ko'p narsa menimcha trenerga bog'liq deb o'ylayman. Demak, 18 da porlamashi mumkin bo'lgan o'yinchini 20 yoshda porlashini ko'ra bilish bu murabbiyning salohiyati. Saviyasida. Keyin bu futbolchining sabri ham, ota-onani ham sabri, to'g'rimi? Bugun ko'ramizku 17-18 yoshda asosiy tarkibga kirmasa hamma ham 17 yoshda o'ynamaydi, to'g'rimi? Kirmasa, voy, meni o'g'lim zaxirada qolib ketyapti. Anaqa o'ziga tanish odam qidirgisi keladi, tarkibga qo'shilishga, lekin futbolda 20-21 da o'ynash menimcha yaxshi, normal holat bo'lsa kerak. Lekin bu menimcha so'zni bo'ldim. Vaqt bilan bo'layotgan narsalarni deyman-da. Ota-onalarga shunaqa narsa bu futbolga bo'lgan e'tibor kuchayib ketdi, umuman talab ham kuchayib ketdi. Ota-onalar ham tezroq farzandini ko'rishini xohlaydiki, tez talab qilishni boshlashyapti. Oldin menimcha ota-onalar ancha sabrli bo'lgan. Ya'ni boshqachasiga aytganda, murabbiyga, misol uchun, suyga bizniki go'shtsizniki deb ishonib topshirilgan, bo'ldi, u yo'qni murabbiy hal qilgan. Hozir ota-onalar ko'p emas, misol uchun 5 oy bo'ldim, natija tezroq xohlaydi. 5 oy yoki 6 oy yoki bitta sezongacha yetadi. Keyin boshqa murabbiyga olib borib ko'raylik. Boshqa xuddiki anaqaga o'xshaydi. Bironta shifokorga borib tashxis qo'yib, bu tashxis yoqmadi, boshqa shifokorda ko'ray deydi-yu, xuddi shunaqa deydi. Tezlashib ketdi voqeliklar. Men ko'pchilik futbolchilarning ota-onasini taniyman. Aniqroq otasini, Hojiakbar Alijonov otasini shaxsan tanimayman, chunki kim bilan taniyman, hadeb kelaveradiganlarni bolani o'z holiga ham qo'yish kerak-da. O'z holiga qo'yib, murabbiyga ishonish kerak aytganingizdek. U yog'i futbolchi o'zini disiplinasi bilan olib ketish kerak. Endi hozir keyingi anaqalarga o'tgungacha savol berib ketdik. O'zi futbolga bo'lgan muhabbat oilada kim tarafdan bo'lgan? Ya'ni sizni futbolga olib kelishdi otangizmi, onangizmi yoki qarindoshlarda bo'lganmi? Avlodda kimdadir bo'lganmi futbolist? Yo'q. Nimadan kelib chiqqan? Adam ozgina yoshlikda o'zlari o'ynaganlar. Keyin tashlab yuborganlar. Ko'p emas-da. Ozgina odamning o'zlarida qiziqish bo'lgan. O'shandan keyin adam ham sportga berganlar-da, shu futbolga. 5 yoshli bolani tapoyichga kim olib borgan? Adezdan bilan oyma borishgan. Shunchaki sportga berish maqsadida. Yo'q, futbolga qiziqadilar adam o'zlari. Maqsadli. Maqsad bo'lgan. Endi ozgina kichkina bo'lsa oila haqida aytib bering. Mana nechta farzandsizlar oilada? Mana ukangiz futbolist, men shuni bilaman. Opam, men, ukam 3 tamiz. 3 ta farzandsizlar. Uchalamiz ham farzandlimiz. Opam 3 ta farzandlari bor. Men 2 ta farzandim, ukam 1 ta farzandi bor. Endi shu o'rinda ota-onangizga rahmat deb qolamiz. Hozirgi kunda yutuqlarni erishishga sababchi bo'lgan sabrli ota-onalarga ming rahmat. Shu jumladan butun terma jamoa a'zolarining ota-onalariga rahmat. Va qolaversa, shu o'rinda yana savol, undan keyin sizni o'yiningizda yoki sizni bu futbolga bo'lgan ishtiyoqingizga qarab ukangiz borganmi-ki? Yo siz sabab bo'lganmisiz ukangizga turtki bo'lgan? Yo'q emas. Adam loyiha qilishgan. Oizlar ham qo'shib olib borgan bo'lsalar, o'zi onalar ko'p anaqa kuyinchak bo'ladi-da farzandiga. Mana bu jarohat olishda futbol jarohatdan xoli emas-da. Qanaqa o'tkazadilar bu narsani? Ayniqsa uzoq o'tmish emas, yaqinda o'sha hamma bilgan katta muxlislar ham bilgan yaxshigina katta travma bo'lgan paytda qanaqa o'tkazganlar? Ota-ona baribir bildirmaydi-ku farzandiga o'zidan qanaqa o'tayotganini. Biz ham sezamiz. Shu pazgina siqilyaptilar. Bolalar hozir travmada o'ynamayapti. Boraman, yo'q, ko'ngillarni ko'tarishga harakat qilaman. Hammasi yaxshi bo'lyapti. Shu o'pishga chiqyapman deb yaxshi anaqa qilib ko'ngillarni ko'tarib duo qiling, tezroq chiqing deb so'rab, ko'ngillarni ko'tarib. Yana nima deydi? Taskin berishga harakat qiladi-da odam. Xotirjam qilasiz. Xotirjamroq qilasiz. Har bitta top futbolchini o'zining imzosi bo'ladi-da maydonda. Rus tilida aytganda zamah ana bo'lmaz. Anaqa olmosli harakating. Bu shakllanib shu darajaga chiqqan narsa-da. Bu ham o'sha
akademiya paytida erkinlikni mevasimi? Bu kelayotgan sapernikni holatiga qarab turib olinadi. Agar tez yugurib kelayotgan bo'lsa, olsangiz o'tish aniq ehtimol katta. Ya'ni oxirgi 1,5 yilda Zamaxdan tashqari ochkoni poylash ko'paydi. Bu ham yillar sayin sayqallanib kelinadigan narsami? Mashg'ulotlarning natijasi. Chunki 3 yil oldin bu darajada ko'p emas edi. Ko'p emas. Mana oxirgi 1 yilda e'tibor qilyapmiz. Ko'p oyoqning o'rtasidan o'tib ketib qoldi. Kerakli joyda to'g'ri urishib bilan X bosilyapti-da deydi PlayStation. Xullas, o'smirlar futbolini tugatdi. Sekin Paxtakor dubliga o'tamiz. Shu jarayon qanaqa kechdi? Dublni birinchi ligani gapira qoling. Birinchi ligi 96 yil qo'yilgandan? Yo'q, 96 yil bor edi. Keyin Jasar aka bo'lgan 90. Anaqaga ham, birinchi ligaga ham. Chilonzorda o'ynagan edi. Chilonzorda o'ynardik. Unda 95 lar ham bor edi. Aralashib 96 ko'p emasdi lekin 96 adashmasam. Jasar aka ko'pchilikni olgan bizga birinchi ligaga. Endi bar o'zimiz trener-ku, biladi. Olgan. O'shanda 96 o'ynardi adashmasam Pravizashtida. Men Levizashtiga qo'yardi Jasar aka. Levizashtiga qo'yib o'ynatardi. Keyin zborniyning ham treneri o'zim yoshimdagi Jasar aka. 97-larga. Lekin chaqirilmasdim men. Bu yerda sostavda o'ynardim, qo'yardi Jasar aka. Yo'q, chaqirilmasdim. Keyin qaysidir anaqada zborniy paytimi bo'lganmi? 97 zborniymi yig'ilgan. Ketgan dublda o'sha dublda o'ynaydigan bitta bola bo'lardi. Avilib, adashmasam Avilib edi. Avilib yoki boshqasimi zbor bo'lgan, u ketgan. Bitta krayniy zashni kerak bo'lgan dublga. Men birinchi ligada o'ynay berardim, hali bilmasdim-ku men. O'shanda chaqirishgan bu yoqqa. Navbahor bilan o'yin bor dublda. O'shanda chaqirgan. Birinchi o'yinim dublga o'shanda bo'lgan. O'shanda sostavda o'ynaganman. Navbahorga borganmiz, 5-2 yutganmiz. Unda dublga ko'pchilik vishgan bolalarni berilardi-yu. Payt Hoshim bor edi, Do'ron Hoshimov tushirishgan. Bilmayman, qizillari bormi deb payt Mojniydi-ku, tushirsa bo'lardi. Keyin Xol Muhammedov bor edilar. Bor edi. Keyin Javola bor edi, Sidiqovlar. Yo'q, zo'r sostav bor edi, shu sostavga qo'shilganman. Shundan keyin trener ko'rgan, yaxshi zo'r ekansan degan. Baribir yana birinchi ligaga qaytganman. Undan keyin birinchi ligada qilganman. Keyin sekin tortib olishgan yo'lga. Shu o'rinda ma'lumot uchun o'taman. Hozir ko'pchilik bu qoidani tushunmasligi mumkin. U paytdagi birinchi liga hozir Pro ligaga teng va u paytda U19 chempionat bo'lmasda birinchi ligada qaydnomadan o'tgan o'yinchi bemalol o'rinbosarlarda o'ynash huquqiga ega edi. U paytda reglamentda o'shandan foydalangan holda Alijon demak Yoshlar ligasida, endi unda o'rinbosarlar ligasi deyilardi, debyutini qilgan. Unda chap qanotda Chapda o'ynardi. Chapda to'p tushganman unda. Chunki Do'ron aka bordilar-ku. Unda Hoshimov o'ynardi Mayko. Adashmasam Nomon akamning trener? Yo'q, Ilhom Mo'minjonov. Mo'minjonov davridami? Ilhom Mo'minjonov payti. Keyingi bosqich qanaqa bo'ldi? Dubldagi paytmi? Jubul dublga o'tdim. Mustahkamlash jarayoni. Dublga o'tdim. Yo'da bo'l, faqat chapkrayda o'ynardim. O'nda o'ynamasdim. Chapkrayda o'ynab, sostavlarga tushib, o'sha yerda o'ynab, keyin 2016 oxirimida Paxtakorni qiyib ketgan. Sharjaga adashmasam, zborga, yilboshi zbor bo'ladi-yu. O'shanda keyin ular ketib bo'lishgan. Ketib bo'lgandan keyin biz endi damga chiqqanmiz. Telefon qilishgan menga. Tez kiyimlaringni yig'ishtir, kelasan deb. Keyin u yoqqa borib, bola kam bo'lganda qo'shilgan, Paxtakorga qo'shilgan kattalariga. 17-yil boshida. 17-yil boshi bo'lishgan. 17-yil yanvari. Qanotlarning o'zgarishiga qanaqa sabab bo'lgan? Butun faoliyat davomida chap qanot va kim sababchi bo'lgan? Chap qanot himoyachisi bo'lgan odam o'ng qanot jarayoni. Shu yerda bo'lgan. Komil fitramasdan aka. Yo'q, unga aloqasi yo'qmi? Yo'q. Shu yerda keldi. Ungacha men chapkirajashda o'rganganman o'shanda, eslolsangiz.
Shotada. Yo'q, Shotadan oldin Jasur aka bo'ldi. Ro'shan akada debyut Ro'shan aka bo'ldi. Ha, o'sha paytda chap krezashda qo'yishgan. Baribir Do'ron aka bordi, natsionalniy o'yinchi Sil Do'ron aka. Chapga qo'yishgan. Chapda Stas aka o'ynaydi, Andreyev o'ynaydi. O'rtasida. Chap. Stas akani tepaga chiqarishgan, meni chapga qo'yishgan. Keyin Shota kelgan. Shota kelganda endi hammadan pozitsiya so'raladi-yu, kim qayerda o'ynaydi. Men o'zi improvizatsiyman. Ular ham ko'rishgan, sen chapaqa emassan-ku, yana Peter aytgan. Uni keyin o'tda Shota kelgandan keyin zamenda o'tirganman. Paxtakor. Endi yulduzli tarkib yig'ilgan payti. Yo'q, endi yig'ilishni boshlayotgan payti edi. Pul ko'p payti, o'shani bor. Nima deydi? Imkoniyatlar chegarasiz payti xullas. Shunaqa paytda keyin qaysidir Tavarskiy o'yinda chaqirgan. AGMK bilan Paxtakor Tavarskiy. Chaqirgan, o'nda tushasan, o'ynaysan degan. Bu o'nda tushganmi, Tavarskiyda yaxshi o'ynaganmi? Keyin meni qo'ygan. O'sha bu o'shandan keyin 2017 o'ynaganman o'sha Shotada. O'ynaganman. Keyingi yiliga o'sha Shorahmedov kelgan. Akmal aka. Keyin yana o'tirib qolganman. 18-yil. 18. Keyin oxirlarida o'zi yana qo'yishni boshlagan. Oxirlarida o'zi qo'yishni boshlagan. Debyut o'yin Metallurgga qarshi bo'lgan. Ro'shan aka 90-minutda qanaqani Sherzod Karimov o'rniga tushirganlar. Pozashni tushganman. Dadur Sherzod Karimovdan nimadir yuqtirgan narsa bo'lganmi? Qanaqa ochilsam, qanaqa pas berish kerak, qayerda qanaqa tursam, qanaqa pas beradi. Masalan, men Zabigani qilsam, qanaqa berishlarni ko'p narsa o'rgatgan menga Sher aka. Ko'p narsa o'rganganman, ko'p narsa olganman undan. Hamma aytadi, paytida To'rri Qosimov ommalashtirdi, masalan, 25-raqam deganda Odil Ahmedov hammani ko'z oldiga keladi. Lekin uchta odamlarning miyasiga singdiki, bu Hoji Akbar Aljonov raqami, lekin endi 7 ga o'tdi. Shu akademiyada 7 da o'ynaganim uchun Odil ketgandan keyin Hamrobekov oldim keyin. O'zim yoshlikda o'ynaganman. Yoqtirganman. Mana shu birinchi 2 yil Paxtakorda debyut qilingandan keyin dastlabki 2 yil shu boya aytganimizdek pul ko'p davri. Endi hozir ham yomon emas aslida, lekin u paytda boshqa klublarda ancha past davr bo'lgan. Endi hozir tenglashib qolganning evaziga bir xilga o'xshab ko'rinyapti. U davrda keskin oshib ketdi boshqa klublarga nisbatan. Tartibga kirish juda qiyin edi. Masalan, istagan futbolchini olish imkoniyati paydo bo'lgan edi. Arvelatsiyada ham, endi to'g'ri Xyusrada undan qolganlari keyinchalik o'ynadi, lekin u ham terma jamoaning negizli bolalari. Nimalar bo'ldi o'sha davrda? U davrda men ishlamaganman, ichida bo'lmaganman. Masalan, futbolchi ko'zi bilan qaraganda qanaqa davr o'tkazdilar? Odam futbolistligini his qiladi. Futbolistga qilinadigan sharoit qanaqa bo'lishi kerak? Futbolist o'zini qanaqa his qilish kerak? Qanaqa holatda yurish kerak? Qanaqa holatda trenirovka qilish kerak? Hammasi top. Nima deydi? Masalan, boshqa qanaqada o'ynaydigan bolalar bor-ku, buni gaplashasiz-ku, qanaqa sharoit, qanaqa atnashina, qanaqa aytib berishadi, bir xil pashti. Kam emas. Legionerlarni, Zbonida legionerlar hozir ko'pchilik o'yladi, boshqa viloyatda jamoalardan keladi. Zbonida o'ynaydigan legionerlardan so'raysiz-ku, qanaqa o'tdi, nima atmosferani so'raysiz. O'sha paytdagi atmosfera bilan bir xil sezam bo'ladi. Men klubda ham hamma o'z ishini bilib qiladi, o'z ishini egasini. Biz ham bor. Universallik kamroq bo'lganda hamma o'zini ishini bilib qilgan. O'sha payt planka ko'tarildi-da. Ko'tarildi. Nafaqat Paxtakorda bu narsa keyin boshqa klublarga ham ta'sir qildi. Futbolchilar nima desam, servis talab qilishni boshlashdi va shu darajaga chiqdi. Ayniqsa eslayman 97-yillar terma jamoasini Olimpiadaga olib chiqish uchun qilingan harakatlar o'sha 23 ga to'lmagan o'yinchini majburiy tartibga o'ynatish, o'shanda Zamlan Yaxshiboyev o'ynashni boshladilar. Boshqa klublar o'ynashni boshladi. O'zim guvohi bo'lganman. Endi nomini aytmayman, bitta klubda ovqatlanish bilan muammo paydo bo'lgan. Olimpiada yo'lida o'sha klubni ovqatini ham to'g'irlab berishdi-da. Bitta viloyat jamoasini, chunki undan terma jamoada o'yinchilar ko'p edi. Hatto shu narsalargacha qarala boshlandi. Qanaqadir sizlarni davringlar shunaqa paytga to'g'ri keldinglar-da futbolda.
faqat oldin futbolchiga sharoit yaratiladigan davr bo'lganda, paytida o'sha Qosimov o'ynagan paytida hatto maydonlarga ham qaralmasdi. Projektorlar bechirilib 5 ta o'yin boshlayapti. Hozir hamma narsaga kiyimdan tortib mehmonxona-yu o'sha yeb ichish planka ko'tarilgan davrga detallar hisobga olina boshladi. Qolgan ishchiligi ham anaqa bo'lgan. Ha. Yaxshi anaqa bo'lgan. Ishchilar odam sifatida qarala boshlandi. Eslaymi? 2010-8-yillarda ishlaganman Paxtakor. Biz odam emas edi yo'qdi. Biz qul edik. Rost ekan, qulga munosabat bo'lardi. Bitta odamda 5 talab ishi bo'lardi. Hozir har bitta odam o'zining ishi bor. Unda bitta odam 5 ta ish qilmasa, ishga olinmasdi. Lekin oyli bitta odamnikini berilardi. 5 taniki berilmasdi. Bittaniki berilardi. Qullik zamonda ishlaganmiz paytida. Shota Arveladze qanday murabbiy degan savolga ko'pchilik ikki xil fikr bildiradi. Kimdir u yaxshi menejerlik qildi, atrofiga yaxshi murabbiylik qilib oldi deydi. Kimdir uni zo'r motivatsiya beruvchi mutaxassis deydi. Qanaqa mutaxassis? Yo'q, men ko'p murabbiy ko'rgan futbol sifatida. Menejerlik to'g'risida ham o'rni baland, tushunadi hamma narsani. Trenerlik kelganda ham darajasi past emas, baland u. Agar kim sal mundoroq o'ylayotgan bo'lsa, chunki men ichida bo'lmaganman, bilmayman, shuning uchun so'rab. Top klublarda o'zi futbol o'ynagan odamda. Futbol o'ynadi degani ham bu futbolist trener degani ko'p narsani biladi degani-da o'zi. Qanaqa holat, futbolist qanaqa holatda, juda shunaqa narsalarni tushunadigan odamda. Boshqalarga bor, futbol o'ynamagan, faqat futbolning narsani anaqani biladi, nima taktikani biladi. Shu mana shunaqa narsalarni biladi. Atak futbolistlar nima o'tayotganini bilish uchun, baribir futbolist yaxshiroq his qiladi-da, futbolistlar. Shunaqa tomonlari bilan ham kuchli edi u. Taktikasi ham masalan bitta saperniga qarshi qanaqa o'ynashi ham zo'r tushuntirib qo'yardi-da. Boshqa trenerlar bor, bir 2 minutda tushuntiradigan narsani bu 30 sekundda tushuntirib bera oladigan trenerlar. Chunki o'zi o'tganda o'sha narsadan. O'zi ko'rgan. Ham trenerskida ham anaqasi imzosi bor edi odamlar. O'zi shu o'rinda aytilayotganda hozir murabbiy mavzusiga taqalib qoldik. Etapma etap keladigan bo'lsak, o'z ko'rgan murabbiylar ichida kichkina izoh bilan ayta olasizmi? Nima anaqasi bilan esda qolgan? Misol uchun Jasur aka Abdurayevni nima yoqardi misol uchun? Mana hozir tartib, shu tarbiyalarda tartib, professionalizm borligi haqida gap. Boshqa murabbiylar haqida ham aytishingiz mumkinmi shunaqa? Aynan o'zga murabbiylik qilgan murabbiylardan. O'zim trenerimdan boshlab olay. O'zim trenerim navbati bilan Jasur Abdurayev. O'zim trenerim talabchan edi ular ham. Keyin aytganimdek, texnikaga moslashgan. Faqat texnik futbol o'ynardi. Masalan, trenirovkalarda ham krosslar yugur, qoptosiz yugur, baryer sakri, fizически kam bo'lardi. Ko'p narsa qopto bilan. Baribir qopto bilan hal qilasiz bo'ladi. O'shanisi bilan bunaqa edi. Ajratib turardi Jasur aka. Boshqa 97 komandalarga qaraganda. Biz abuchunni edi уже. Qolganlarga qaragan texnikni nima qotganimizni bilardik. Просто taktik formasdik. Uni eslayman, o'yinda joziba bo'lardi. Keyingi murabbiy Roshan Haydarov bilan terma jamoada ham 97 o'sha Vyetnam chempion bo'lgansizlar. Keyin ozgina Paxtakorda ishlangan. Ozgina ko'p ishlamadim o'shaniki. Ozgina. Asosan terma jamoada. Roshan Haydarovni imzosi nimada? Ko'pchilik uni fartoviy trener deyshadi-da. Lekin fart ham bilimi bor odamga kelsa kerak. Istagan odam fartoviy bo'lib ketmasa kerak, agar unda nimadir bo'lmasa. O'zlarini sizlardan ham ko'proq she'rlar deb o'ylayman. Har bitta futbolistga qanaqa gapirishni bilardi Roshan aka. Kim bilan qanaqa muomala qilishni bilardi. Keyin qolgan komandalarga qarab turib ham taktik tuzadigan edi. Individual yondashardi. Individual yondashadigan murabbiy. Undan keyin Shota mana. Shota hozir aytganimdek, shunaqa. Hamma narsa top unda. Shotadan keyin Xuystra bilan ozgina ishladinglar, shu lekin unda ham chempion bo'ldi jamoa. Unda Xuystrani ko'pchilik aytishadi, Shotadan qolib ketgan baza evaziga chempion bo'ldi deb. Lekin u baza 1 yilga yetmasa kerak. Har bir o'yinga tayinlanish kerak-ku baribir.
pressinglarni zo'r qildirardi. Peter masalan narigi sapernikni qaysi taraf silaviy bo'lsa o'sha yerga bosamiz deb turib. Ya'ni bu osilma kuchi shaqqa aytib. Taktik kuchli trener edi u. Demak, raqibni analiz qilib olarganda, juda ko'p analiz qilardi. Aytayotganimdek, har bitta komandaga har xil yondashib qo'yardik-da. Navbati bilan aytadigan bo'lsak, Peterdan keyin parallel Cooper bo'ldi. Terma jamoada aynan Cooper davrida debyutant qilindi. Cooper zo'r odam edi. Ha. Zo'r odam edi. Anaqa emas edi, nima edi? Odam ajratib, u bundoq, bu bundoq emas edi. Hammani bir xil birdek ko'rardi, hamma bilan yaxshi muomala deydi. U menimcha abonentliroq anaqa edi. Unga adborda zo'r ishlaydigan, baquvvatroq, tako'yani jangchilar bo'ladi. Shunaqa futbolistlar yoqardi unga. Himoyaga ko'p e'tibor. Himoyaga ham nima deydi, jangchilar bo'ladi, rost ekansiz. Shunaqalarni tanlardi-da. Hozir Husanov bo'lganda aynan uni o'yinchisi bo'lar ekanda, to'g'rimi? Husanov uslubidagi o'yinchilarga yoki Davron Hoshimov bosib ketadiganlar. Cooperdan keyin o'tamiz Paxtakorda Shatskix, o'sha payt terma jamoada Katanets bo'ldi. Xyustra ketdi. Uzr, Voynevskiy ozginaga keldi. Endi uni eslab o'tirmaylik. U qisqa muddat bo'ldi Voynevskiy. O'shaning uchun eslab o'tirmaymiz deyish mumkin. Ketidan Shatskix bilan uzoq yil ishladik, 3 yil. Katanets bilan ham deyarli 3 yil ishlandi. 3 yildan ko'p ishlandi. Katanets. Ikkalasi bir davrda kelishdi, deyarli. Bu ikki murabbiy haqida. Katanets endi disiplinaga yomon qattiq qaraydi. Disiplinani zo'r shop qo'yardi. Kollektiv ham zo'r bo'lgan. Endi boshida tushunmaganmiz to'g'risi olib kelgan narsani. Nima qilyapmiz? Nima bu deb o'ylaganmiz, gapirganmiz hamda. Yo'q, lekin sekin-sekin tushunib, ko'nikib, nima olib kelganini tushunganmiz edi. Orqada turamiz, kontrataka. Imkoniyat bo'ladi, chiqamiz. Lekin shaxsiy fikrim Hojiakbar, Katanets uslubi ko'proq sanga mos edi. 3 ta himoyachini o'ynagan evaziga Farruh Sayfiyev yoki o'tda Nasrullayev, o'tda asosan qo'shilishga o'zingizlar yoqtiradigan o'yinga aynan 2 ta qanot himoyachisini yoqtiradigan uslubi menimcha Katanets uslubiga bizga yaxshi keladi. O'rtadagilarga qiynaladi, chunki ular zerikib qoladi. Bizga endi 5 ta bo'lgani yaxshi-da, endi olib qarasangiz. Orqangizda stropka qiladigan odamingiz bo'ladi. Xotirjamroq bo'lib oldiga chiqaverasiz. Lekin taktikasi zo'rini ham. Taktikski, lekin shu samara berdi. Ya'ni oxir mana Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi kechgan o'yinga qadar, Qatar bilan qo'ya hamma turda baribir 3 ta himoyachi bilan o'ynadi. Oxirgi turda sal erkinroq, hujumkorroq. Endi bu Kapadeni o'zini uslubiga, oxirgi o'yin o'zini uslubiga o'tkazdi. Unga qadar Shatskix bilan ishlandi 3 yil. Shatskix ham tushuntirardi, o'rgatardi bizga. Hozir yaxshi bizga to'g'ri kelgan talabini aytaman-da. Bizga sal anaqa berardi, nima deydi, futbolistlarga qo'y berardi ozgina. Erkinlik. Masalan, Peterdan qolgan, Shotadan qolgan narsalar bor edi-ku bizda. O'sha o'yinchilar pashti kastak 7 ta yo 8 ta bor edi Shatskix paytida ham. O'sha futbolni o'ynashimizdagi menimcha anaqa qilmasdi deyman-da. To'sqinlik qilmasdi. Tub o'zgartirib yubormadi. Yo'q. O'zinikini ham qo'shgan, uni ham qilardik. Baribir nisbatan erkinlik bergan. Shu narsani o'rganib kelgan narsamizni qilishimizni xalaqit qilmaganda. Yo'q, faqat menikini qilasan turmaganda. Mana hozir sal oldinlab ketdi. Endi murabbiylar mavzusini boshlagan. Endi boshlagan yop qo'ydi-da hozir. Murabbiy sizlar boshladinglar. Men o'zim davom ettirib qo'ydi. O'sha davomida yetib ketaman. Boshdan kelsa Jasur aka Abdurahimov, kelayotgan murabbiylar Ravshan aka Haydarov, keyin kim sanadik? Etap kelayotganda hammasi Cooper bo'ldi. Arveladze, Xyustra. Hammasi boshda hamma murabbiylar bu toza e'tibor bersam, hammasi juda sabrli, bosiq trenerlar bu murabbiylar. Yoki men muxlis sifatida faqat shu tarafini ko'raman. Balkim.
U boshqa tarafi ham bormi? Bo'ladi. Qibriydi mashg'ulotda Yo'q, bosiqli chunki bo'lmaydi. muxlislik u tomoni ko'rinmaydi yoki yani ikkinchi taymdagi 15 minutlik tanaffusda gapiriladigan gaplar bor-ku, o'sha yerda butunlay kimni shuni boshqacha ko'rish mumkin. Ya'ni detallarga to'xtalmaymiz, lekin o'yinda sug'urib olish kerak bo'lganda o'zgaradigan qaysi murabbiy shunaqa edi? Hozir bu yerda Katanis shunaqa edi lekin. Katanisi bilinadi lekin. Bilinadimi? Katanisi bilinadi. Katanis shunaqa edi. Shu yerda lekin Birinchi to'rttalikni aytmoqchiman. Jasur aka, bu Jasur aka, eng anaqasi Jasur aka edi. Birinchi taymdan keyin Tuzilurmidi? Yaqinda Ro'shan aka bilan o'sha Vyetnam bilan o'yinni eslab qoldik-da, Haydarov bilan. Tanaffusda AFKni xodimlar kelib, ertaga ko'chiramiz o'yinni deyishga. Ro'shan aka aslo rozi bo'lmadim, chunki o'yinning tempi bizada edi. Ishonchim komil edi, anaqa yutqizmasligimizga dodil. O'sha o'yinni eslaylik. Qor yog'ardi, futbol o'ynash qiyin, ko'pda yurmaydi, ham sovuq. Vyetnam kichkina bo'lsa ham tez ulayapman. Ular ham futbol bekorga finalga chiqmagan. Sidorov tushyapti 90-minutda gol urib hammalarga bittadan mashina olib beryapti. Shu finalni bitta eslaylik, Hoji aka. Qanaqa bo'lgan? menimcha ham birinchi kasanasida urdi. Ha, shuna adashmasam shunaqa edi. Birinchi teganida urdi mana. Bo'lib ham o'yinning oxirida tushdi, qo'shimcha daqiqada urilgan edi. Unisi ham xayrlarga sharhlaganmidir. Ha, unisi esimda yo'q. Unisi ham shaharlarga. Ha, to'g'ri. U endi tushganingga yarasha bo'lgan-ku. U ekrandan turib, men ham ishonganman, zaxiradan shunda Sidorov tushganda, hozir bilmadim, hozir Sidorov karyerasi davom etyaptimi, yo'qmi hozir? Oxiri Tojikistonga ketdimi shunaqa? Qirg'izistondanmi adashmasam? Qirg'iziston yoki Tojikistondan shunaqa ketuvdi, lekin shu bilan esda qolganda Sidorov hammaga, ya'ni bir martalik imkoniyat bilan hamma shu bitta gol bilan esda qolgan shu Sidorov. Ha, Hoji aka savol mana dubldan Paxtakorga o'tilgan yoki dublga o'tilgan paytda asosiy tarkibda qaysi o'yinchi qahramoning bo'lgan? Yo'q, bo'ladi-yu yoshlarning o'zini. Men o'yinchi menga yo'q. O'shani ko'rganda to'lqinlanib ketadigan joyi bo'ladi. O'zi dubldan o'tganda emas, undan oldin bo'lganman. Kazak, Vladimir Kazak. Unda men uni 90'lardagi o'yinni ko'rardik, akademiya paytida. Keyin dublga o'tganlarida borib hech kim tushmaydi dubl o'yiniga. Borib bitta-ikkita o'yinlarni ko'rardim. Yo tushib ko'raman. Даже kopto'li ham berganmiz-da, chetda turib shu odamga. O'sha o'yinini, Kazak o'yinini ko'rib, o'yinga yoqib, shu odam ko'rsa anaqa bo'lardi odam. Universal o'yinchi edi. Kazak. Juda go'zal harakat. Ya'ni tayanchda ham o'ynardi, markazga qo'ysa markazda ham, oldida ham yaxshi bola edi Kazak. Hozir ham yaxshi bo'ladi. Yo'q, hozir yaxshi bola, yo'q, menga ko'p yoztiradi. Eslayman, nechinchi yil? 90 bo'lsa, 2010 yil. Hali ham ko'rgani, hali ham shu gapni eslatadi. Nodir aka, esingizdan multfilm ko'rib o'tirganim deydi. Qarshidamiz Nazira degan mehmonxonada turilardi. Sho'rtam bilan o'ynasa ham, Mashar bilan Nasafdan Odilning xonasida turardi Kazak. Endi 17 yosh, 90 bo'lsa, 2010 yil uzr 17 yosh ekan. Kazak tez o'tib ketgan asosiy tarkibga. Martda shahar chempionatida o'ynayapti. Bunyodkorga qarshi o'yin, zo'r o'yin ko'rsatgan. Nimadir bo'lib dublga olishgan, dubldan keyin birdaniga asosiy tarkib. 3 oy ichida shahar chempionatida o'ynab yurgan bola, detskiy futbolda asosiy tarkibga yetib olgan. O'shanda kuz edi. Unda Odilning xonasiga qidirib kirsam, Kazak multfilm ko'rib o'tirdi. Hali ham yosh bola-da, 17 yosh bola. O'shani hali ham kulib eslaydi. Endi u bilmadim. Eng katta yuklamali o'yinlar bilan o'tib charchadim deyman, ko'zik baribir. Yoshiga nisbatan belida grijasi ham ko'p narsaga xalaqit qildi. Yuklamalarni ko'tara olmaydigan holatga keldi. Baribir jismoniy yuklama olmasa futbolchi mavsumni o'tkazish qiyin bo'ladi. Kuper davrida Hoji Akbar o'sha himoyaviy o'yin bo'ldi. Bu ko'pchilik tanqidga uchradi. Chunki O'zbekistonda shu paytgacha biz himoyamiz bilan faxrlanadigan terma jamoa bo'lmaganmiz-da. Bo'lmasam har doim bizda yaxshi himoyachilar bo'lgan. O'sha paytida Fyodorovlar o'ynagan, keyin Ashurmatov, Aliqulov, Anzur akalaring Yegalar o'ynagan masalan, ular yomon himoyachi emas hozirgi himoyachilarga solishtirganda. Aliqulovdan yoki Rustam Ashurmatovdan kam joyi bo'lmagan.
Demakki o'sha paytda bizda himoyani to'g'ri o'ynata biladigan holatdagi mutaxassislarimiz bo'lmagan. O'sha o'zimizning mentalitetimizdan kelib chiqib, oldida baxt izlaganmiz, orqada qo'yaverganmiz. Kuper bilan Katansi shu narsani to'g'rilab berdi shekilli. Qisqa bilmadim, qanaqa aytish mumkin. Oldingi faqat himoyachi bo'lgan desak, hozir himoyachi hujum boshlab beruvchi himoyachiga aylangan desak bo'ladi. Hozirgi himoyachilarni to'g'ri foydalana oladigan universallik ko'proq bo'ldi-da. Hozirgi himoyachilar universallik ko'proq bo'ldi nisbatan. Yo'q, gapimni tushunmadingiz. Unda ham bizda yaxshi himoyachilar bo'lgan. Hozir ham. Ha. Lekin u davrdagi murabbiylar ko'proq hujumkor o'yinni ma'qul ko'rishganda, baribir o'tkazib o'rganamiz. Ammo Kuper kelgandan keyin Katans birinchi shu narsani muammoni ko'ra bildi shekilli-da. Birinchi shu narsamizni to'g'rilashga harakat qilishdi. Ya'ni endi aytmoqchimanki, o'sha davrda, misol uchun Andrey Fyodorov davri, misol uchun undan keyin o'tib ketsak, Ashurmatovlar, Aliqulovlar davri, hammasiga kelsak, baribir himoyachilar himoyada ko'proq qolinardi. Ya'ni hujumga o'tilgan taqdirda ham hujumga, hujum orti yordam berish kamroq bo'lib, himoya pozitsiyasi unutilmasdi deb o'ylayman. Shunaqa ko'rinardi. Endi menga muxlis sifatida balki noto'g'ri gapirayotgandirman. Lekin hozirgi o'sha Kuper davridan himoya, birinchi eng yaxshi mustahkam himoyani qurib, hujumga o'tish, undan keyin Katanis davrida bevosita shu himoyachilar orqali hujumga o'tish. Misol uchun, kerakli paytda Aliqulov kelib zarba ham beradi, ikkita qanot ham kelib o'sha hujum o'zi to'liq Katanisda ikkita qanotli zo'r ishlagan o'zi. Shunaqa. Yo'q, o'shani aytmoqman-da. Bizda markaziy himoyachilar ham hujumga o'tishdi-yu. To'g'ri foydalanishni o'rgata oladigan murabbiy keldi. Qisqa qilib aytgan. Kuper davridan boshlandi deb bilaman. Ha, o'shani aytdim. Kuper davridagi futbol zerikarli ko'rindi, lekin hozir o'sha narsani mevasini ko'rdik-da. Eng kam gol o'tkazgan terma jamoalardan bittasi bo'ldi-da. Anaqa. To'g'ri kam gol ham urdi, lekin eng kam gol ham o'tkazdi. O'shani haqiqatdan farqlisi shu narsa qanchalik haqiqatga yaqin bo'ldi, himoyani to'g'rilangani. Menimcha bularni qilgan ishi shu zashitnilar qanaqa o'ynash kerakligini bir-biri bilan komandani qanaqa o'ynash kerakligini bular to'g'ri ko'rsatdi deb o'ylayman bizga. Himoyachi qanaqa o'ynash kerak, qattiq qanaqa turish kerak, qattiq qanaqa o'ynash kerak. Shularni menimcha mukammallashtirdi bular. 18 dan keyingi Paxtakorni gullagan davri boshlandi. Ya'ni 5 marta ketma-ket chempionlik. 18-yil chempion bo'layotgan joyda turnir jadvali o'zgarib ketdi. Ostin-ustin bo'lib ketdi. Pastga tushib qoldi, ochkolik bo'lib qoldi. G'alati bo'lsa kerak. Birinchi o'rinda ketayotdik-da, bizda to'g'rimi? Biz birda ketayotdik. Birda ketib, sraz bitta oldiga tushib qolib, yana chempionatdan nima deydi, sezonni boshidan boshlashingiz kerak. Shunaqa holat sraz yana. Ketdi yana boshidan ochko yo'q. Endi o'sha tepadagilar yaxshi joylashib olibdi o'sha. Shu yog'iga o'zaro o'yinlar hal qilgandek, o'zaro o'yinlar, ya'ni o'sha 6 talikda bo'lgan o'yinlar hal qilgan. O'shanda ham anaqa bo'lgan, bizda shans bo'lgan birga chiqishimizga. Lokomotivga yutib qo'yganmiz. O'shani yutib turib, keyingi o'yinni ham yutsak, ozgina qiyin edi-yu ishimiz. O'shanda ham shansimiz bo'lgan. Keyin ommaviy Nasafdan o'yinchilar o'tdi. Odil o'tdi, Sayfiyev o'tdi, Azamov 18 o'tdi. 18 o'tib bo'lishganmidi? Sheraka bilan Eldor aka ikkinchi davrada 17 o'tishdi oxirida, ikkinchi kurda. Keyin 18 adashmasam Rahmatullayev, Bahrom aka Abdurahimov, Sanjar aka Quvvatov o'tdi. 18da уже ko'p edi Nasabdan. Va 19da уже keyin Odil keldi. Yo'q, Faraq ham 18 kelgan. 19 faqat Odil kelgan menimcha. Asosiy 18. Endi ommaviy kelgan o'yinchilar 19da saralanib qoldi-da. O'ynamagan qolgan. O'zi umuman mana bunaqa narsa deb Paxtakorga boshqa jamoadan kelgan futbolchi har doim ham o'ynab keta olmaydi. Nimaga? Ichidagi o'yin sifatida kimdirli futbolkasini og'ir deydi, mas'uliyatini, kimdirli o'yin uslubiga moslashib ketish yoki kimdirli birdaniga katta o'zgarishli muhitga tushib qolishga qiynaladi. Endi baribir Paxtakor boshqa jamoalarga nisbatan endi hozir bu muammo Nasafda yo'q, masalan Bunyodkorda ham yaxshi, eskitdan paytida Odil aka katta plankaga olib chiqib qo'ygan servisini. Hozir endi masalan Paxtakor, Bunyodkor, Nasaflarni olsa umumiy tenglashgan ko'p jihatdan.
Endi bunga harakat qilayotgan jamoalar bor. Mana kecha Andijon baza ochdi. Yangi baza. 3 kun oldin So'g'diyona yangi akademiyasini ochdi. 3 ta maydoni bilan yaqinlashyapti. Boshqa jamoalar ham bu albatta yaxshi. O'sha paytda balki shu narsalar ta'sir qilardi. Birdaniga boshqa servisga tushib qolish, boshqa holatga tushib qolish. Bu ham ta'sir qiladimi futbolchiga? Ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi siz aytayotgan narsalar. Lekin o'zi eng katta anaqasi Paxtakorda har doim rezultatga tushasiz. Har doim bosim bor sizda. Yelkangizda bitta katta anaqa turadi. Mas'uliyat turadi. Kim bilan bo'lish san'atida. Sizga qarshi hamma двойнойda tushadi. Двойной настройda. Premium o'ynash uchun двойной qiyinlashadi. Kimdir bu narsani ko'tara oladi. Kimdir o'yna olmaydi. Masalan, zo'r familiya, katta familiya bo'lsa ham o'ynab keta olmaydi. Nimaga boshqa komandada zo'r o'yinchilar olishardi Paxtakorga? U yerda erkinlik bo'ladi unga. To'g'rimi? Bunaqa katta narsa faqat ichkarida tushishi mumkin. Bugun o'ynab maza qilib rohatlaninglar deyilmaganda, yutish kerak deyiladi hammasida. Ham yutishingiz kerak bizada. Ham o'zingizni ko'rsatishingiz kerak-da, to'g'rimi? Ham sostavda qolish kerak. Qolishingiz kerak. Orqada yana 12 ta o'yinchi bor. Kutib turgan bugun o'yinchilar. o'yna olmadingizmi, ertaga boshqasi o'ynash kerak bizada. Eshik qoqib turishadi boylar. Masalan, Paxtakorga qarshi boshqa klublar Nasaf bunyodkorlarni aytmayman, Navbahor Neftchilarni aytmayman. O'rta Miyoni va O'rta Miyodan past klublar bor-ku, mana Olmaliqlar o'zini o'yinini qiladi bizga qarshi Paxtakor. 2 karra kuch bilan o'ynaydi. Nimaga shu 2 karra kuchni keyin boshqa o'yinlarda ishlatishmaydi? O'ynasa bo'lar ekan-ku. Bo'ladi. Masalan, uni boshqacha aytish kerak, menimcha 3 karra yoki albatta ularga raqib motivatsiya bir karra qoladi. Paxtakor, Nasaf yoki Olmaliq bunyodkor yoki neftchi bo'lish kerakmi deyman-da. Mana shuni tushunmayman. Biz bilan borini beradi, keyingi turlarga qarasangiz yutqizgan bo'ladi, o'ziga kela olmayotgan bo'ladi, mashina qo'yib qoladi. Endi shu yerda aperkot zarba beraman hozir. Sizlar ham Al-Hilolga qarshi qiladigan, Al-Nasrga masalan yoki nastroydasiz. Al-Jayishga nasr qiladigan narsani mana bu yerda Qo'qon Surxonga qilmaysizlar-da. Bu ham haqiqat, to'g'rimi? To'g'ri, bu ham bor. Masalan, sizlarni Nasafga qarshi tayinlash shart emas. Taktikani murabbiy qo'yib bersa bo'ldi. Neftchiga qarshi tayinlash shart emas. Endi tayinlanadi, sikl bor 5 kunlik. Lekin futbolchining o'zini miyasida baribir bir hafta oldin boshlanadi Neftchi yoki Nasaf. Qarash bor-ku. Mana u xalqaro maydonniki bilan ichki maydonniki. Har o'yin yonish kerak-da. Har o'yin yonish kerak. To'g'ri, baribir saviya ham rol o'ynaydi. Masalan, bitta pastdagi komanda bilan tepadagi komandani aytasiz-ku, nastroy ham sal boshqacha bo'ladi deb. Shu mentalitetimizni to'g'rilashimiz kerak-da. Yana bitta narsa, Hoji Akbar savol, menimcha muhim savollardan bittasi bo'lsa kerak. Mana komandani o'yini chiqmayapti chunki 3 oydan beri maosh olmayapti deyishadi-da. Lekin futbolga tushgan o'yinchini xayolida pul bo'lmasa kerak. Pul bo'lmaydi, ungacha bo'ladi-da-ki. Yo'q, ungacha bo'ladi. Ungacha bo'ladi. Lekin tushganingizda bo'lmaydi ucha. Ha. Demak, ungacha bo'lgan mashg'ulotlarda psixologiya o'yinda keyin ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi. O'yinda bo'lmaydi, lekin o'yingacha bo'lgan holat o'yinga tayyorlanishga xalaqit qiladi. Endi bu sizlarda bunaqa narsa yo'q-ku, lekin bir xil jamoalarni ko'ramiz. Nima bu ketma-ket yutqizyapti desa, 3 oydan beri oylik olmayapti bular yoki 5 oydan beri premiya olmayapti deyshadi. O'ylov bo'ladi, baribir bo'ladi. O'ylov bo'ladi. Bunaqa holatlarda nima deya olasanki, boshqalarga bular katta pul oldi, keyingi oyda olsa qolgan 3 oyga yetib oladi deydigan fikrda klublar ham bor-da. Bor. Bularni hozir men birinchi gapiradigan futbolistlarga emas, xo'jayinlarga-da. Shani aytaman-da. Hamma ishchini, masalan, ishchi deb olsangiz bizani, hamma ishchini oyligini vaqtida bergan. Mehnatiga yarasha pulini vaqtida bergan eng yaxshisi deb bilaman men. To'g'rimi? Men shu ham eng to'g'risi deb o'zi. Hozir 16 ta klubimiz bo'lsa, bir 8 tasida muammo yo'q deylik. Lekin eshitamiz hozir bir xil klublarni bechoralar 3 oydan beri maosh olmaydiganlari bor. O'tgan yili endi hisob-kitob qilganlari bor. Shunaqa bo'lganki, o'sha yil yakunlangandan keyin yangi mavsum boshlanishda o'tgan yildan qarzliq olib ketgan klublar bo'lgan. Yo'q, hozir borligi achinarli-da. Bitta-ikkita klublarimizda eshitamiz. O'tdan 19 yoshli bolalar bor. Butsisiga kerak bo'lsa puli yo'qlar bor-da. Mayli yosh kattalarni
uyda zanachkasi bo'lar, olib qo'ygan 1000-2000 bo'lar, yetkazib olar. Lekin yoshlarda muammo yo'q emas. Bu narsa yaxshi ta'sir qiladi melish narsa emas-da bu narsa. Bu narsaga yaxshiroq yondashish kerak, iloji bo'lsa to'g'rilash kerak bu narsalarni. Masalan, siz aytayotganingizdek hozir bizga faqat o'yin ko'rinadi deyapsiz-ku. Trenirovkada ham kelganingizda hayolingiz pulli bo'lishi kerak emas-da. Oylik tashaydimi, pulimizni beradimi? Masalan, 1-2 haftalikni aytmayman, masalan 3 oy, 4 oy cho'zilib ketsa baribir hammaning oilasi bor. Kimdir aytasiz, butsa olish kerak. Kimdir bolasiga nimadir olish kerak, kimdir ota-onasiga nimadir olish kerak. Kelaveradi deb narsa xayolga odamni. Masalan, bizda ham bo'lgan bu narsalar. Shu o'zimdan kelib chiqib aytaman, qolganlardan emas. Kelasiz trenirovka kelganingizdan keyin siz hayolingiz trenirovkada keyingi o'yinga tayyorlanishda bo'lish kerak-da. Qachon pul tushar ekan deb turib trenirovka qilsangiz, boshqa narsa u. Ertaga bar o'yiningizga ta'sir qiladi. 100% o'zingiz bera olmaysiz. Demak, bu narsani Mirkomil aka nimaga ko'tardim? Bir xil odamlardan eshitaman. Bular shunda ham katta pul oladi, nimaga so'raveradi deydi. Lekin noto'g'ri narsa. Keyin bizga ko'zimizga faqat futbol ko'rinadi. Hozir jamiyatda futboldan boshqa sohalarda millionlab topayotganlar ko'rinmaydi. Ularga boshqa javob berish kerak. Boshqa javob o'zi aslida bu narsa ko'pchilik ko'rinmaydi. Futbolchilik va faoliyat 20 yoshlarda asosiy sostavga kirganda, 20 yoshda misol uchun yaxshi oylikka erish boshlangandir. O'sha payt ham bilmadim. Shartnomalarni bilmaymiz-ku. 15 yil o'ynaydimi professional futbolni? Men 15 yil maksimum haqiqatda zo'r o'zi ustida ishlaganimda 20 yil o'ynardi. Qachon topadi yana? Tushuntaman. Qachon topadi yana? Misol uchun ko'pchilik boshqa ishda bo'lganlar u 18 yoshdan ishlagandir. Undan keyin yana ishlashi mumkin. 35 dan keyin ham u pensiyaga ishlashi mumkin. Lekin futbolchida unaqa imkoniyat yo'q-da baribir. 15 yillikda, 20 yillikda kelajagini qurib olish kerak. Ya'ni yakunigacha ertaga farzandlarini ham kelajagini qurib olish kerak nisbatan. Futboldan keyin yashash uchun undan keyin ham yashash kerak. Va holbuki aynan O'zbekistonda shu qiyin. Mana hozir juda ko'p intervyularda ko'ramiz. Futbolist o'zini faoliyatini tugatgandan keyin bizning O'zbekistonda ko'p esdan chiqyapti. Esdan chiqyapti. Ya'ni qadrlanishi kamda nisbatan demoqchiman. Balkim boshqa anaqalarga. Endi mana misol uchun futbolga qarashlar boshqacha bo'lyapti. Mana Jahon chempionatiga chiqildi. Bundan keyin boshqacha bo'lar. Iloyim shunday bo'lsin-ku, lekin to'g'ri qarasa futbolchilik faoliyati 15 yil yoki 20 yil. Shuni inobatga olinglar, o'rtoq muxlislar. Shundoki gapirib yuborish oson. Katta pul olyapti-yu deb, katta pul o'sha hayotini butun e'tibordan shuni, ya'ni riskka kirib shunga qarayotgan. Jarohatda yetmasa bo'ladi, bu alohida mavzu. Balki umuman karyerasini tugatib qo'yishi mumkin jarohat. Keyin sportdan boshqa soha yo'qki, faqat sport shunaqa. Unga 7 yoshdan kirish kerak. Boshqa sohalarda, ana serdaromad sohalar ham bor-ku. Ular 17 yoshda, 18 yoshda o'shani o'qib boshlab, keyin boriladi u narsaga. Boshqa soha ham 7 yoshdan boshlab ko'rsa, masalan, siz hokimlikka 7 yoshdan tayyorgarlik ko'ra olasizmi? Yo'q. O'sha 20-22 dan keyin nimadirga qiziqib qo'shimcha ta'lim olib boshlaysiz. Futbol, mana aytganingizdek, endi nimadir bo'laman degan payt 16 da yoshda 9 yillik mehnatdan keyin 7 yoshdan tayyorlaydiganlar bor o'zi. Bor, alohida u. 16 yoshda birdaniga jarohat oladi. Oddiy jarohatda operatsiya qilib bermaydigan klublar ko'pda. Oddiy. Gipsga pul bermaydigan klublar bor-da. Uni taqdiri, bola taqdiri bo'ldi, uxladi. Biz tibbiyot kelajagimiz. Biz Germaniya, Angliya va Amerikaning yetakchi professorlari qo'lida o'qiymiz. Zamonaviy uskunalarda o'qiymiz va yetakchi muassasalarda amaliyot o'tamiz. Tibbiyot kelajagining bir qismiga aylaning. Umuman har bitta chempionligiga bitta ta'rif bersak, 19-yil Shotani birinchi chempionligi. Eng zo'ri shu bo'lgan. Chunki Shota ham kelib turib sira chempion qilmadi-ku. Unga tayinlab, o'zi ham kutdi, hamma kutdi. Chempion bo'ldik. Ham sostav ham eng zo'r sostav edi. Keyin 20-yil. 19-21 xil desangiz bo'ladi. Bir xil desangiz, chunki o'sha sostav kelgan bo'lsa, Derduk kelgani faqat menimcha. Bo'ladi. O'sha sostav, o'sha muhit, Shota trener, sharoitli shu. Qanaqadir endi bu yo'q narsa, vaqt soatini qaytarsada, qaysi o'yinchini qaytib qolishi va o'sha o'yinchi bilan o'ynashi qolyapti. Bittami yoki 3 tami? Farqi yo'q o'zing istaganing.
Nima uchun? Kremets lider, kapitan. Orqani ham ushlab beradi, o'yin tempini ham qilib beradi, o'yinni ham boshlab bera oladi. Bundoq qarasangiz, lider, kapitan. Masharipov. Unda ham xuddi shunaqa aytasiz. U o'ziga ham o'yinni ola oladilar, o'zi ham hal qila oladi. Keyin quvvat tutsam ham bo'ladi. Chunki u odam bilan lishniga ham yaxshiman. Futbolda ham, aka-ukachilikda ham. Keyin kelsam faqat shu odam bilan bo'lardim, bilasizmi? Shu odam bilan bo'lib, даже trenirovkadan oldin ustunovkalar bo'ladi-ku. Bugun trenirovkani bunaqa o'tkazamiz, hamma bitta joyga yig'iladi-ku. Hamma kutib o'tirardi bizani. Biz Sanjar aka bilan borib tennisimizni o'ynardik. Partiya tugamagungacha trenerlar kelardi, bo'l. Azart. Hamma kutyapti, bo'l, hozir boramiz. So'nggi so'z o'rnida chempionat Paxtakor mavzusida bu yilgi chempionatda og'riqli kelganini sababi. Chempionat ham kuchaydi. Raqiblar tenglashdi. O'zingizda nima muammo bo'ldi? O'zimizdami? Bunaqa qator mag'lubiyatlar. Mana boy aytdingiz-ku, trener ko'p narsaga bog'liq-ku. Men hozir trenerga yuklayotganim yo'q narsani. Trener kimni qanaqa o'ynatishni bilish kerak-da. To'g'rimi? Mana Zashnilarni aytdingiz-ku. Zashnilarni o'ynatishni bildi, obronamiz kuchaydi, zo'r bo'ldi. Kam gol o'tkazamiz deysiz. Terma jamoada. Shunaqa yaxshi materiallardan foydalanishni bilish kerak-da. Masalan, bizda yaxshi urovindagi bolalar bor-ku, o'zingiz bilasiz-ku. Shularni menimcha o'ynata olmadi deb o'ylayman men. Potensialni ochib bera olmadi. O'ynata olmadi. Yaxshi komanda qilib shakllantira olmadi deb o'ylayman. To'g'ri, ko'p narsa o'zimizga bog'liq. Baribir biz o'ynaymiz futbolni. No, baribir uni ustanovkasidan chiqib ketib nimadirlar qilsak ham, bu ham baribir noto'g'ri. Baribir trener aytayotdim, qilish kerak. Shu narsalar sal bizani boshida qiynab qo'ydi. Mana shu savol javobni davomi. Ko'pchilik aytadi, futbolda baribir murabbiy o'ynamaydi-yu deyshadi. Lekin bosh murabbiy beradigan ustanovkaga amal qilish bu futbolchining vazifasimi? Vazifasi. Undan chiqish 10% ga chiqish mumkindir. Qayerdadir epizod sabab bo'lib qolsa. Lekin hamma ham emas unda. Ha, lekin asos baribir o'sha teoriyada aytilgan, buyurilgan taktikaga yondashish kerak. Shunaqa. O'shanda rezultat keladi-da o'zi. Siz o'zingiz bilganingizni o'ynasangiz, qolgan o'zini bilganicha o'ynasa, bu Paxtakorku, mahalla emas-ku. Ketgan odam haqida yomon gapirish kerak emas, minus taraflarini gapirish kerak emas va siz buni gapirasiz deb o'ylamayman. Plusi nima deydi? Plusi shu ikkita tarix qilib ketdi-da. Alsatni yutmaganmiz, halolni yutmaganmiz. Cho'kayotgan joyda jamoani Chempionlar Ligasida olib chiqib keta oldi. Bu ham bitta tarix bu ham. Tarix, bu ham mehnatsiz ham bo'ladi-da. Chunki qiyin holatdan chiqdik-ku. Gruppadan. Ketma-ket durang bo'lib, oxirida bitta g'alaba bilan yopib hammasi. Hal qilib yopib. Endi u ham qanaqa g'alaba bo'ldi? Endi u ham hamma gapiradigan g'alaba bo'ldi. Xullas, o'tiylik yana terma jamoaga juda ko'p. Chunki bu intervyu yana 2 yildan olamiz. Hozir ani muxlislardan uzr so'raymiz. Ani birinchi intervyuda Hoji aka bilan hammasini so'rab oldik davomida balkim ani chempionatdagi boshqa muxlislar, misol uchun boshqa klublarning muxlislari aytish mumkin, terma jamoasi o'tinglar tezroq, faqat Paxtakorga bog'lanib qolmanglar deb aytmaylar. Biz bilmoqchi edik, baribir qiziq. Qattiq o'yinchi Paxtakor o'yinchisi Paxtakor haqida ma'lumotlarni so'radik-da. Endi terma jamoaga qaytamiz. Kuper ketdi, o'sha Falastindagi mudhish o'yin. Ketidan biroz muddat Kapadze Timur aka bo'ldi. Yomon o'ynalmadi o'shanda ham. Keyin Katanets keldi. Baxtimizga o'sha payt na Osiyo chempionatiga to'g'ri keldi, na saralash bahslariga to'g'ri keldi. Juda ko'plab sifatli o'rtoqlik uchrashuvlarida o'ynadinglar.
Amerika deydimi, Meksika deydimi, top jamoalar bilan o'ynaldi. To'g'ri, Germaniya, Ispaniya, Italiya, Fransiya bilan o'ynamadi, chunki UEFA'ning yangi Millatlar Ligasi degan loyihasi o'rtoqlik uchrashuvlarini keskin kamaytirib tashladi UEFA'ning komandalariga. Lekin bizni boshqa Afrika bo'ladimi, Janubiy Yangi Amerika qit'alarni bo'ladimi, ko'p jamoalar bilan o'ynadik. Bu qanchalik sizlarga toblanishinglarga yordam berdi. Masalan, shu o'rinda men terma jamoalar xalqaro bo'limini maqtab o'tishim kerak. Chunki oxirgi 3 yilda ularni qilgan ishi, Sherzod akani bilasan, Egamberdiyevni, masalan, bu yerda Ermatov, bu yerda Absalom Azizov baribir ko'k chiroyoq bera olishdi deb o'ylayman. Chunki bu kecha o'yinda yutganimiz bu 1 oylik mehnat emasda. Unga 4 yil davomida tayyorlandik va shu darajaga yetib keldik. Har bitta mana shu o'yinlar bizani o'zimizni birinchidan holatimizni ham qanaqaligi, ertaga hammani niyati jahon chempionati-ku. Ertaga shularga qarshi o'ynashimiz bor. Xudo xolisa nasib qilsa. O'tdagi daraja qanaqa, bizning daraja qanaqa? Ular jahon chempionati o'ynagan qanaqalar-ku? Komandalar-ku, masalan. Shvetsiya bilan o'ynadik birinchi. Eng katta o'zgarishlardan birinchi Shvetsiya bilan boshlangan. Shvetsiya bilan siraz Shvetsiya bilan boshladik o'zi. Ular bilan yomon o'ynamadik masalan. 2-1. Keyin Amerikaning komandalari, Meksika, Amerika, Boliviya, Lotin Amerikadan Boliviya bilan anaqa bilan o'ynadik. Gonduras bilan o'ynadik. Gonduras bilan. Bular jahon chempionatida qatnashadigan, o'ynaydigan, yaxshi o'yinda o'ynaydigan qiladi komandalar. Ularga qarshi o'zimizni tekshirib oldik. O'zimiz uchun komanda yana ham shakllandi. Bular bilan o'ynasa bo'ladi. O'zimizga immunitet hosil bo'ldi. O'zimizga uverенность keldi уже. Уже yana ham ishtiyoq oshdi. Уже bu holat уже shakllanib bo'lgan paytimiz lekin bu. Gonduras anaqalar bilan o'ynaganlarimiz уже shakllanib bo'lgan kassak bor edi уже bu payt. Shu top jamoalarga qarshi gol o'tkazmaslikni o'rgandikda. Rezultatga qanaqa o'ynash kerak, kimga qarshi qanaqa o'ynash kerak. Hammasi shakllanib, oxiri xudo shukr mevasini berdi. Mana o'sha Amerika safari haqida qiziq vaziyat bo'lgan. Amerika bilan o'ynaymiz, zaxira o'yinchisi qolmadi, limit tugadi. Oxiri 3 o'yindan keyin sog'liq ko'tarmadi. 90-minutda, 87-oxirida 90-minut oralig'larda majburiy saf tark etishga o'shanda nima bo'ldi? Keyin sanasi 10 ta o'yinchi turibdi-da. Sudur bo'shab qoldi. Tomir tortishib sudur bo'shadi. Doktorga chaqirtirdim. Yana o'rnimdan turdim, yana o'shadi. Bo'ldi, o'ynayman dedim. Sun'iy maydon bo'lib ham. Yo'q, Amerikada sun'iy emas-da. Meksika bilan Meksika sun'iy edi. Birinchi o'yinda sun'iy emasmidi? Chimidi u. Ha. Keyin nariga yordamchi trenerlar keldi, o'ynaysan, o'ynayman. O'sha holatni keyin Meksika bilan o'yinda zaminda o'tirganman. Ha, o'sha jarohatmi, o'sha toliqish bo'lgan masalan. O'shani sudurga qattiq o'xshab turganiga hali vasстановление bo'lgan demişsalar o'ziga. Bo'lib ham o'sha sun'iy maydonda baribir tavakkalchilik qilib bo'lmaydigan holat bo'lgan. Keyingi o'yin sun'iy maydonda bo'ldi. Endi sun'iy maydon deyilyapti, ja unaqanaqasi emas sun'iy maydon. Gibridmi? Yo'q, sun'iy maydon zo'r. Men o'ynamashim kerak deganaqasi yo'q demoqchiman-da. Shunchaki dam olib, yetib ham o'tib ketishim kerak, chunki ko'p aylandi bu narsa. O'ynasam bo'ladi. Ozgina anaqa diskomfort bo'lishi mumkin menga. Lekin o'ynasam bo'ladi. Ya Amerika bilan o'yiningizda eng yoqimli o'yinlaringizdan bittasi bo'lgan. Shunaqa bo'lgan. Mana terma jamoa baribir yakunda bitta oila bo'lib shakllana oldi-da. Chunki oldingi davrlarni ham ko'rganman, qanaqadir guruhbozlik bo'lardi baribir. Payti bo'lgan bunyodkor Paxtakor ajralib qolgan paytlar bo'lgan 2008-yilda. Uni shaxsan guvohi bo'lganman. Qaysidir o'yinda natijaga ta'sir qiladigan voqealar bo'lganda. Lekin bu terma jamoada ko'pchilik meni Katanitsa tanqidsi deb biladi, Hoji Akbar, lekin men har doim aytaman, Katanits kelolmayotganiga tanqid qilardi. Sog'lig'i baribir pand berdi-yu, masalan, sog'lig'i ko'tara olmasdan yanvarda yig'inga kela olmadi. Shunisi menga u yoqtirmaganim uchun emas. Bizni jahon chempionatida ishtiyoq qildik odamlar uchun bizga Mametni o'zbek tepasida kimdir turmasa yechilib ketamizda. Bizning mentalitetda bor, ana xarakterli odam urushib turish kerak-da bizda. O'sha muhitga keladigan bo'lsak, menimcha bu eng chiroyli muhitlardan bittasi bo'ldi.
Bu nafaqat trenerning mehnati, nafaqat futbolist harakati muhtam rol o'ynab berdi deb o'ylayman. O'sha ishchilar, massajchilar bo'ladimi, operator bo'ladimi, farqi yo'q. Xalqaro bo'lim bo'ladimi? Bitta avtobus bu bitta oila bo'lib qoldi-da. Shunaqa. Hamma aka-ukada o'sha bu yoqda. Hamma aka-ukada. Kimdir Romada o'ynayman yoki CSKda o'ynayman, unaqa narsa yo'q. Kimdir Paxtakorda. Hamma bir xil urinda hamma keladi. Kimdir bir mensimagan yo'q, unaqa narsalar yo'q. Hamma aka-ukada. Bitta maqsad. Shu ham menimcha sabab bo'ldiki, mana shu Husanov, to'g'ri Husanov klassi isbotladi u. Lekin yosh nuqtai nazardan sizlarni oldinglarda yoki Shomurodov, Odillarni, Rustamlarni oldida baribir Shukurovni oldida yosh bo'ladi u. Masalan, terma jamoaga kelganda San Citymisan, Lansmisan farqi yo'q. Farqi yo'q. U yerda odamlarni o'sha terma jamoaga avval qilgan mehnati baribir birinchi o'rinda turadi, avtoriteti bo'ladi. Lekin bu o'yinchilarni yengil qabul qilib oldinglar yoki Fayzullayev Keke deb qo'shib oldinglar yoki o'sha Hojimat Erkin bir kelardi, bir kelmasdi endi. Vaziyatga qarab tushadigan payti bo'ldi, tushmaydigan payti. Yoki oxirgi o'yinlarda Bo'riyev paydo bo'lib qoldi. Oxirgi 1 yilda. Ungacha asosan Olimpiya terma jamoasi bilan. Shu yoshlarning ham kirishib ketishi chetdan qaragan odamga oson ko'rindi. Chunki o'tda ichkarida volklar, kattalar yeb qo'ymadi, ularni qabul qildi. Qo'y sifatida qaramadi Bo'ri. Shunaqa muhit yaxshiligidan-da, masalan, yangi bola kelyaptimi? Hamma yaxshi muomalada. Hech kim qanaqadir chetga surib qochib turmasdi. Masalan, Shomurodov yangi kelgan bolaga gapirsa, to'g'rimi? Kecha televizorda ko'rib yurgan bolasini bugun yonida ko'rsa, ham yana u paddeshga berib, davay deb tursa, bolaga zo'rda, motivatsiyada. Qo'shilib ketishiga ham oson. Mana shu saralash o'yinini ko'pchilik aytayaptiki, bizga Yaponiya tushmadi, Koreya tushmadi, chiqamizda. Yo'q, lekin shunaqangi o'yinlar bo'ldiki, Qirg'iz Respublikasi ham oddiy jamoa emasligini isbotladi. Shimoliy Koreya baribir sirli jamoa. Uni o'yinini eng yomon narsa kuchsiz jamoani bilmaslik. Masalan, Shimoliy Koreyani hech qatdan murabbiylar analiz qilishga ham imkoni yo'q-da, o'sha saralashli o'yinlarni topib bilmasa. Eron hech qanaqa kuchsiz jamoa emas. Qatar Osiyo chempioni. Masalan, Birlashgan Arab Amirliklari istagan payt surpriz qila oladi. Har doim noqulay bo'lgan. Biza bani har doim yutib yurgan jamoa bo'lsa ekan, buni kuchsiz desak, oxirgi 3 yilda yutqizmaslikka o'rgandik bagi. Vaholanki undan oldin doim mag'lub bo'lib yurgan jamoamiz edi. Raqiblar haqida, o'sha saralash o'yinlari haqida. Hozir hamma futbol o'ynashni o'rgangan. Hozir oldingiga qarab turib qanaqadir saviya belgilash kerak emas-da. Masalan, oldin Qirg'iziston undoq bo'lgan yoki bam undoq bo'lganmi? Hozirga qarash kerak-da. Hozir qanday ular? Masalan, Qatar deb hech kim mana katta anaqadek qaramaydi masalan, to'g'rimi? Yaponiya, Eronlarga o'xshab. Lekin 2 karra Osiyo chempioni. Yaponiya bo'lmagan Osiyo chempionligini Qatar erishdi 2 marta. Eronni yutdimi anaqada Osiyoda? Yo'q, Iordaniya. Yo'q, finalda emas, undan oldin. Bizdan keyin kim yutdi? Bizani yutdi, to'g'rimi? Eronni yutdi. Mayli qanaqa yutgan bo'lsa ham yutyapti-da. Chempion bo'lyapti. Oddiy komanda emas-da bular. Masalan, ba'da ham nechta legioner bor? Yaxshi saviyadagi o'yinchilar bor. 8 ta bo'ldi adashmasam. Oxirgi o'yinda ko'payib ketdi. 8 ta Oxirgi o'yinni aytolmadim. Ana 3-raqamda himoyachisi o'ynadi-ku. Hojimat bilan o'ynaydigan bo'lsa. Komandada o'ynayotgan. Yaqinda qo'shildi. O'sha yili to'g'ri keldi, nechidir yildan keyin mumkin-ku. Yana bir 4 ta o'yinchi qo'shildi. Yomon himoyachi emas ekan. Legionerlar. Mashq himoyachi. Keyingi siklda bular yanada o'zi shundoq ham shunda sezildi. Mana shu oxirgi o'yinda Birlashgan Arab Amirliklarini boshqa o'sha qirg'izlar bilan o'yinda o'sha Shimoliy Koreya bilan o'yindan tashqari boshqacha o'yin bo'ldi biz bilan. Biz agar eski anaqa bo'lganda dadillik bilan yutamiz deb aytilardi, lekin bu ancha qiynashtirdi. Kecha hisob yirik bo'lgani bilan 3-0, lekin himoyachi bilan darvozabonlar juda chiroyli o'yin ko'rsatdi. Agar ular bo'lmaganda o'shalarning sifatini evaziga biz kam gol urdik. Agar boshqa sifatda saviyasiz himoyachi bo'lganda biz 7-8 ta gol urardik. Endi bitta narsani tan ham olish kerak. Terma jamoamiz ham kuchaydi-da. Endi shuni yetishmayapti-da, menimcha.
buni hech kim aytmaydi lekin. Komandala Slaviy chiqdi deyapti-da. Lekin terma jamoamizni mana Qirg'iz Respublikasi, Emirat yoki Iordaniya bir kalla kuchaydi deb hamma aytadi-yu, lekin bizani bir kalla kuchayganimizni sal o'zimizga o'zimiz mensimaymiz. Yo'q, bu nimadan kelib chiqadiki, meni qarashim qanaqaki, mana 28 yil kutildi jahon chempionati. Shu payt bo'lmaydi, bir tarixda shunaqa davr bo'ldiki, o'sha Xitoy, yana Yaponiya 2002-yil Yaponiya, Koreya to'g'ridan-to'g'ri o'z mezbon sifatida qatnashgan payt bizda faqat Xitoy bor. Gruppani qaraganimizda bizda Xitoy deb bizga qarshilik ko'rsatgan. Mashinda ham endi chiqamiz, muxlislar bo'lganda o'sha payt. Mashinda ham endi O'zbekiston chiqamiz, вообще unda degan paytlar bo'lgan. Lekin o'sha paytda ham boyi Hoji Akbar aytib o'tganlaridek bilib bo'lmaydi. Hozir hamma misol uchun chunki biz xohlayapmiz, boshqalar ham xohlaydi jahon chempionatiga chiqishni. O'sha davrda qolganlar ikki hissa kuch bilan boshlagan, biz baribir oxirgi etapda qolib ketganmiz. Xitoy oxirgi o'yinda yutgan bo'lsa ham play-offda qolib ketganmiz. Hozirgi paytda endi qarashligi bo'yicha juda o'rin bo'ldi. Eron bilan Birlashgan Arablar bular komanda emas, bularni davno yutish kerak degan qarashlar noto'g'ri. Chunki boshqa gruppalarni qaraylik, Indoneziya nima qilyapti? Qancha qiynadi Indoneziya boshqa gruppani. Indoneziya hamma kuchsiz deb bilardi, lekin mana ular ham ozgina yetmay qoldi. Yo Falastincha qancha qo'shdi. Kechagina urush tugagan davlat qanaqa o'yin ko'rsatdi. Oxirgi etaplarda hal bo'lmadi. Ya'ni hamma baribir jahon chempionati uchun intiladi. O'zbekistonni ko'p muxlislar, ya'ni chiqmagani uchun mana shunaqa ko'rishadi. O'zbekiston omadi kelib qoldi deb qo'yishadi. Unaqa emas. Aslida aytib o'tish kerak, baribir ko'pgina mehnat bo'lgan bo'ldi, butun jamoa ishlagan davr bo'lgan-ku. Ya'ni hamma uyg'unlashgan paytda o'sha davr keladi, jahon chempionatiga chiqamiz. Va shunaqa bo'ldiki, bu yerda ichki chempionatning murabbiylarning ham maqsadi shunaqa bo'ldi, o'yinchilarni terma jamoaga qo'yib yuborishdi. Har bitta detallarda hammani maqsadi bitta bo'ldi. Ya'ni terma jamoani ustidan anaqa futbol assotsiatsiyasining ham ishi, terma jamoalarni raqiblarni tanlashdagi ham qarashlar hammasida o'zgarish bo'lgandan keyin natija berdi-da. Va buni terma jamoa o'yinchilari ham his qildi. Aniq orqamizda ham xalq turibdi. Ya'ni boshqachasiga aytganda bosim avvalgilardan ko'ra ancha kuchliroq bo'ldi. Xalq bosimi futbolchi bu sezilib turdi bori. Oldingilarga nisbatan futbolchilarda hamma terma jamoa o'yinchilari bilan gaplashgan bo'lsa, oldingilardan nisbatan oldingilar qo'rqishardi bari. O'zida uyda o'ynashga Davron aka Fayziyev ham aytdilar. O'sha bizda bo'lmay qolsin, o'sha hal qilib kelaylik. Chunki bu yoqdagi bosimni ko'tarish qiyin bizning o'yinchilarga baribir ichida. Shundan o'tib olindi, bari safarda olingan o'sha g'alaba evaziga teng nima deydi, jahon chempionatiga yo'llanmasi ko'rib, bu yoqda xotirjamlik nima berdi? 3-0 berdi bizga. Mana shu 10 ta o'yin o'tkazgan bo'lsa, 3-bosqichda eng esda qolarli 3 ta o'yin. Og'irligi jihatdan ham, noqulayligi jihatdan ham qaysi o'yinlarga to'xtalgan bo'ladi? Oxirgi 3 tami? Yo'q, 10 ta o'yin o'ynadi-yu final etapda. O'shandan 3 ta o'yin. Ha. 3-bosqichda 3 ta o'yin. Yakuniy bosqichda 3 ta. KXDR u yoqda Laosda o'ynaganimiz. Og'ir bo'ldi. Juda og'ir. Borib kelish qiyinchiligimi yoki o'yinni qiyinchiligi? O'yin qiyinchiligi. O'tkir qutqarib bergani o'tdi. Juda qiyin bo'ldi o'sha o'yin. Qirg'iziston ham 3-2 Bishkekda yutqizayotgan joyimizda. Ularni ham prezidenti kelgan. Prezidenti kelgan. Ochilish o'yini. Keyin bizga kutilmagan o'yinni o'ynashdi-da. Gollarni urib, anaqa qo'ydi deb bizani ham o'sha. Uchinchisi mana shu Birlashgan Arab Amirliklari. Uyimiz. Yo'q, safar oxirgi. Eng qiyini shusiz bo'ladi. Eng og'iri shu. Shu 3 tani qolgani ham o'ziga yarasha, hammasida bosim bor, hammasida qiyinchiligi bor. 3 ta degan ish mana shu. Eng qiyinlari mana shu. Juda ahamiyatga moliyani atrofidagi bosim ana katta bo'lgan. Muxlisligi shu o'rinda shu narsani aytib o'taman. Mana Alijonov sizlar kuchsiz deb biladigan o'yinlar aslida kuchli o'yin bo'lib chiqyapti. Ya'ni noqulayligi jihatdan ko'pchilik o'ylaydi, biz KXDR edi, Qirg'iz Respublikasi. Aksincha ular bilan o'yin kuchli o'yinchi jamoaga odam tayinlanadi, biladi undan nima xavf kelishini, lekin
mana bunaqa jamoalardan qanaqa xavf kelishini, qachon kelib qolishini, o'yini chiqib qolsa yomon-da ularni. Yo, mana bizda masalan sborniyda tayinlanayotganda KXDRmi, Qirg'izistonmi bularga kuchsiz deb qaralmaydi. Bunaqa qarasangiz pishdingiz-da o'yinda. Bizni Eronga qanaqa nastroy qilgan bo'lsak, masalan oxirida bagi hammasida shunaqa. Hammasida shunaqa bosim bor, hammasida shunaqa nastroy bilan tushilgan. Agar siz Qirg'izistonni yo KXDRni tanlasangiz, rezultat kelmaydi o'sha. Shuning uchun hozir kuchsiz degani uchun aytolmayman, lekin har bitta o'yinga Eronga tayinlanganimizda har bittasiga shunaqa tushdik. Kuchsiz demayapman. Kuchsiz komanda deb qabul qilinadiganlar bor. Shunaqa deyapsiz. Erondan nima xavf kutishimizni bilamiz-da. U yerda azmunga har doim tayyor turamiz. Lekin Qirg'iz Respublikasi bitta o'yini chiqib qolsa, u kutilmagan xavf. Shuning uchun ham nastroy boshqacha bo'lishi kerak-da. Shu narsalarga mana bilib aytasiz-ku, o'zingiz qanaqadir xavf borligini. Juda bor xavf. Lekin shu xavfni o'zimizga sazat qo'ymaslik uchun har doim shu Bishkekda sal qoladi-da shu narsa. Professional futbolchining haqqi ham yo'q-da unaqa o'ylashga-da. Ozgina misol uchun bu nisbatan siz ketdi-da o'sha. Boshqa kanalga o'tiladigan holat bo'lib qoldi. Katanets bo'ldi, majburiy iste'fo berdi. Force majorga Kapadze keldi. O'zingizlar qanaqa holatga tushib qoldinglar shu vaziyatda? Kapadze bo'lgandan keyin hamma xayol qiladi, nima bo'ladi endi? Trenerskiy shtab qoldi deyapti-yu, gaplashilmayapti deyshti. Katanets yordamchilari. Nima bo'ladi? Ketadimi, ular qoladimi? Kimlar keladi? Trenerskiy aytaman. Trenerskiy kimlar keladi? Nima o'zgarishlar bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Endi bar hammadan o'tadi. Yo, qoladi deyshti. Zborga borganimizdan keyin ham pashti hamma narsa Katanetsda qanday bo'lgan bo'lsa, Trenerskiy yana qilib ham o'shandaroq ketdi. Kapadze ham ozgina o'zgartirdilar. No, kastak 90% shunda qoldi-da. Masalan, trenirovkada nima qilamiz, rejimimiz qanaqa, hammasi shunaqa ketdi. Men shu ham to'g'ri ham. Bunaqa tavakkal ham qilmadilar-da. Bo'lib ham o'rtoqlik uchrashuvga vaqti yo'q. FIFA kuni bor yo'q 3 kun oldin yig'ish mumkin. Hech kim tavakkal qila olmaydigan shunaqa. Va bu yakunda to'g'ri ham bo'lib chiqdi. Masalan, bir xil murabbiy bo'lishi mumkin, kelib reforma qilib olganda orqaga ketib qolishimiz mumkin edi. Lekin mana oxirgi o'yinda, Toshkent o'yinida o'yin uslubi biroz o'zgardi. Menimcha bu narsa maqsadga erishib ham bo'lgan edi. Juda keyingi hozir jahon chempionatimiz bor-ku. Jahon chempionatiga tayyorgarlik boshlandi deb o'ylayman. Katta ehtimol shu uslub bilan o'ynasa kerak. Yo'q, bilmayman, lekin menimcha har xil narsa sinaladi-ku, ko'riladi. Bir payt 5 tizashni, bir payt 4 tizashni, raqibga qarashi, 5 tali o'ynash qanaqa? Qulay 4 talida qanaqa? O'zi 4 tali menimcha bitta o'yin o'ynadik-ku. Yo'q, uslubdan kelib chiqsa bolalarni bilgan holda. O'zimni pozitsiyamda qanaqa bo'ladi deysiz, so'ram. Qaysi biri rohatliroq? 5 tali menga rohatliroq, faqat o'zimga-da. Qolganligi sal o'rtadagilik qiyinlik joyi bor. Lishni o'zimga desangiz 5 tali menga yaxshi. Chunki oldiga ketsam, orqam yopadiganlik bo'ladi mana. 4 talida oldiga chiqdingizmi, orqaga ham o'zingiz joyingizni sirasiz yopishingiz kerak. Unda ishim meni ham ko'payadi menda. Lekin siz aytayotganingizdek komandaga qarab turib nima qiladigan bo'lsangiz, 4 talida risk qoladi ko'proq. Unda chopayotganda qaytishni o'ylab chopiladi-da. 5 talida baribir bor-ku o'ngga tushib oladigan. Ko'proq oldiga chiqa olmaysiz-da 4 talida. Shunisi bor. Masalan, 5 talida chapdan padachi qilsa, men ham tepada bo'laman-da. 4 talida chapdan padachi qilsa, men tepada bo'la olmayman o'sha. Mana kecha oxirgi o'yinda badiy o'yinda birinchi taymda Alijonov bilan ikkinchi taymda Alijon boshqa bo'ldi. Ikkinchi taymda sifatliroq. Endi birinchi badiy o'yinda ma'lum himoyaviy taktika qo'llanildi. Ko'proq gol o'tkazmaslik o'ylandi. Gol urishdan ko'ra. Qatar bilan o'yinda boshidan biza baribir hujumga o'tdi. Toshkent o'yinida. Ikkita taym o'zingda ham sezish bo'ldimi? Yoki moslashib olish qiyin bo'ldimi yoki nimada sabab bo'ldiki o'zgardi? Bosimda. Bosim kattaligidan risk qila olmaysiz-da. Hozir bizga necha ham suraydi-ku. To'g'rimi? Necha suraydi? Joyimda turganim yaxshi deysiz-da. Riskovat qilmay deysiz.
bosim kattaligidan o'pshiga olib anaqa qilsa, e'tilinsa ham jahon chempionati anaqada turibdi. Konda turibdi. Uje bu yog'iga familiya uchun emas, faqat mundial. mundial. Ikkinchi taymda xotirjamlikroq. Ikkinchi taym sal uli ham tashadi-da o'sha. Charchadi. Uli ham tashadi, qaradingiz, ko'rdingiz, o'rgandingiz, uli ham unaqani o'mas masalanda. Bizni boshida legionerlar hozir bizani dayt qilib tashlaydi. Tak qiyin bo'ladi-yu. Qarasa, uli ham o'zi charchadi, uli ham o'ynagani beryapti o'zi. O'ynagani bersa, ana epizodga qaytdik, hoji. O'ng qanotdan kirildi, aldandi, pas ketdi, Abbos sakrayapti. Shtangagacha bo'lgan perikladinaga bo'gacha soniyalar ichida bo'ladi-ku bu, do'li sekund. Nima noto'g'ri bo'ldi o'sha yerda? Baribir har bitta narsadan to'g'ri maksimalni foydalansa bo'ladigan holatda, masalan, Darvoza past bo'lib qoldi. bo'lib ham darvoza orqasida o'tiribman-ku. Pas shunaqa chiroyli keldi. Abbos ham chiroyli sakrayapti-da, perikladina mashinada qo'yamiz-da hammasi. Shu narsa qaytib qolsa yana qaysidir holatda, qaysidir o'yinda qaysi holatda to'pni yo pasroq berish kerakmi yoki yerdanmi yoki sekinroqmi? Nimani baribir geometrik o'lchov bo'ladi-yu to'p uzatishda. Men Abbosdan so'rasam, Abbos ani o'yinchidan kelgungacha sal ko'ra olmay qoldim dedi. Ha. Menimcha bitta shu o'yinchi menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Shu xalaqit qilib qoldi. Abbos menimcha bemalolroq qo'ya olmadi-da. Xullas, ana passi geometrik o'lcham emas, Abbosni diametrik o'lcham to'g'ri kelmadi. Bu savolimni Abbosga berar ekanmiz. Lekin shunaqa deyish kerak. Yo'q, o'tda men lekin balandpadacha qilmadim lekin. Yo'q, balandligini aytmayman. Zarba kuchi ko'p bo'lmadimi? Sekin bo'lgan vartaroq qo'yardim menimcha. Yetishni to'lar. Yana nima xohlaysiz? Chunki yo bittasi aytdi-da, shu kuchliroq bo'ldi-yu, Abbosga ulgura olmadi. Bemalol anaqa qo'yib olish kerak. Shunaqa bo'lish kerak ekan, bo'ldi. Ha, endi tanqid qilib tashamang. Tanqid qilmayman-ku. Sudan qo'ying. Men shu pul olib qo'ygan. Hali pulini berishmadi lekin. Men qarang, siz ham bunda suv quyib turing, men savol beray. Qarang, yo'q, oxirgi savolim qolib ketmasdan. Oxirgi emas. Hozirgi mavzuni savol juda ham ko'p. Turg'unboyev bilan bu daraja chiqishib ketishga nima sabab? Bir-biringlarni qanaqadir so'zsiz shunaqa Xavi Iniesta tushunardi bir-birini. Qanotni Xavi Iniesta sizlarda. Turg'unboyev bilan? Ha. Klubda qancha o'ynadi u bilan? Yo'q, klubda boshqalar bilan ham ko'p o'ynagansan masalan. Undan tashqari nima xususiyatda bir-biringizga qanaqadir texnika tomondan ham to'g'ri keladigan joylari bor-da. Kecha ham bir-biringlarni ham aldab yubordi. Birinchi golda. Lekin ungacha bo'lgan devor o'ynab ketish ham shu stenkani birga amalga oshirib kirdinglar. Mana shu shakllanganda bu narsa men o'ylashim bo'yicha. Paxtakorda bitta krayda o'ynardik ikkalamiz. Az kelganda. Shu shakllanib nima qilishimizni bilamiz. Keyin o'yindan oldin ham baribir gaplashib olinadi-da. Bundoq bo'lsa, bundoq qilamiz. Ozgina suhbatimiz bo'ladi. Shu o'rinda savol, o'sha birinchi golda o'sha yerda qisqa so'z bo'ldi o'sha yerda. O'sha tepadigan joyda siz keldingiz, lekin to'xta deyildimi? Qo'y ber. Nima bo'ldi o'sha yerda? Nimaga hal qilaman dedi. Ya bo'ldi, tegmadi-da u. Tema bo'ldi. Ha, u tegmadi. Qo'l harakati bo'ldi. Ovoz bitta so'z bo'ldi. Tegmadi, bo'ldi. Chunki bundoq olib qarasangiz ham men olganimda ham qopdi uni. Pas berardim. Ko'tarardim-da. Pas berardingiz. Shida pas berardim. Men o'tdan bunaqa devetga urib qo'ymayman-ku. Azizdi, tem bo'lib o'zini oyog'ida. Shu kutilmagan zarbasi bor. O'zi yana allab kirdi. O'zini mehnatida endi olib qarasangiz. Ham o'sha uchun to'xtalmasdan, uzilmasdan bo'lgani ham golni chiroyli ko'rsatdi-da. Ya'ni ikkita olish, zarba, gol. Gol ham gol bo'ldi. Darvozabon ham ulgurmay qoldi. Esdan chiqib qopti, Pitash eslatadi, Al-Satti golchi. Unga endi yo'q, klub temasini yopib qo'yuvdik-ku. Ha, siz olib qo'ying. To'xta, o'chirtashingiz. Yo'q, ber. Komil akam beradi misol. Bering boshqatdan. Yo'q, shu ber. Dubl 2. Tuya to'ydi, fil to'ydi, sen to'ymading odamzod. Mana shunaqa. Menga ayting. Yo'q, aytolmayman mana. Ha, bo'ldi. Tusuri tuya. Mayli, berib qo'ydim savolni. Al-Sad bilanmi? Bir minut tuzoqdik o'shanda. Yana Xavi urgandan keyin siraz urganmiz-da. Duvayni o'yin bo'lganda. Tem bo'lib Xavi ham chiroyli gol urganda. Bu ham devetga urgan.
Teng bo'lim menimcha Paxtakordagi birinchi go'lim adashmasam, shu. Shunaqamidi? Adashmayotgan bo'lsam shunaqa. Stadiondan birinchi gol xalqaro maydonda o'sha to'lmagan boshqachasiga aytganda Alijonov va Alijonov qilgan gol o'sha tarixiy gol haqida gapirilyapti. Hamma o'shandan keyin misol uchun ungacha muxlislar, ashaddiy muxlislar bilgan bo'lsa Alijonovni, undan keyin hamma bilishni boshladi. Shunaqa deb aytaylik. Ha, mana baribir savolni berdingiz. Stadion to'la pashda 22 mingmi, 25 mingga yaqin odam kelgandi o'shanda. Adashmasam. Shuncha To'lgan edi. bor edi. Ikkita darvozadan ortdan hisobga olmasa, hamma o'rta yonlari to'lgan edi. Yana Xavi kelgan. Keyin naringiz Gabimidi? Gavimi? U bor. Yomg'ir, Xavi diyetga urib qo'ydi o'zimizda. Ikkitiga juda zo'r o'yin bo'lgan edi. Oyog'i plotni tushganda. Oyog'i geometrika do'stku. O'sha yerda ishlaganda Geometrga ham, diametrga ham tushgan hammasi. O'sha yerda hammasi toj bo'lgan. Endi uni hamma eslaydi-ku, shedevr gollardan bittasi bo'lgan. Endi quloqni ostida shu Xayrilla akani baqirganlari, nima bu zarba bu. San nimasan deydi. Shunaqa gol bo'lgan. Endi qanaqa qarash, misol uchun boshqachasiga aytganda puldor klubni Xavisini goliga bizani oddiy Alijonov shedevr goli shun javob bo'lganda, shu chiroyli goldan ham chiroyli gol mamlaqa bo'ladi bo'lganda. Mana anaqa javobi shunaqa bo'ladi ekan. Shuning uchun hammani esida qolgan. Undan keyin to'g'ri Sanjar yana bitta ping-pong o'tkazib yuborganlar, to'g'ri. Undan keyin yana to'g'lab qo'yganda Xavi. Xavi mana degan yana. Endi o'tib nima deyish kerak? Klass yetib turibdi bu boshqa. Hech kim o'tdi Sanjar shuni ham unaqa deyish kerak emas. Jahon chempioni gol urdi deb qarash kerak. U Xavi urdi, bo'ldi. U xunuk gol o'tkazildi emas, u Xavi urdi, bo'ldi. Lekin o'yin shu 2-2 u bunaqa anaqa jamoa uchun u g'alabaga teng necha bo'lgan. Biz yutib ham ketsak bo'lardi. Ha, shunaqa bo'lgan. Oxirida Sayfiyev urolmagan. 1-1 chiqqanlar 3-2 bo'lardi. Hoji Sayfiyevni aytding-ku. Ko'pchilik Sayfiyev tanqid qiladi-da. Lekin shu yoshda ham unga ehtiyojini sezyapti-da, terminal. Demak, uni masalan 10 kun o'ziga ham aytdim. Qatar bilan, Ba bilan o'yinda o'ynadi-yu. Fari eng yaxshi o'yinlaridan bittasini o'tkazdi. Xatosiz. Mayli golda pas bermasdan oldi, lekin u himoyachi-ku baribir. Eng kerakli ishni qilib berding. O'ziga rahmat aytdim-da. Shu muxlislarga aytaman, Sayfiyev o'zini kirayda lider desangiz bo'ladi-da. Har tomonlama. Qayerdadir nimadir kamchiliklar bo'ladi hammada. Siz aytayotganingizdek hozir 34 yoshlarmi? Ha. 34 yoshga natsionalniyda yana krayniy защитный o'ynash hammaga emas. Yana shunaqa ob'yomni bajaradi. Masalan, Eron bilan Hojimatga Eron bilan, to'g'rimi? Qirg'iziston yoki hozir aytayotganingizdek KXDR mamlakat saviyani aytasiz-ku. Eron bilan galvoy beryaptilar-da. Keyin balki bu butun jamoani ham quvontirgan narsa bo'lsa kerak. Hatto Shomurodov ham Sergeyevni hozirgi holatda qaytgan. Sergeyev hozir Igraka deysanlar. Igrak formadalar. Ha. Zo'r formaga kirgan. Birat oyoqdalar. Yana kecha ham. Dokazat qilyapti-da. Kecha ham yana mana. Yana o'yinda gol start ketmasdan. Yana gol Bunyodkorga. Har o'yin dokazat qilyaptilar. Men xullas qaysidir o'yinda ikkita hujumchini men ko'rishni orzu qilaman-da birdaniga. Oldin Soliyev, Genrix, Tojiyev, Shatkixlar ikkitalab ham o'ynashardi-da. Hozir bitta hujumchiga o'tib qolganmiz, qanotlar, wingerlarga moslashib qolgan ko'p jamoalar. U bizga ham yaxshi-da. Ha. Masalan, yerdan berasizmi, havodan berasizmi, ikkita zo'r napadashingiz bor. Yerni ham pasti ham ushlaydi, yerni ham pasti ham hal qiladiganlar bor-da. Unaqa napadashi bittada tushsa ham sizlar uchun ham qiziq holat bo'lishi mumkinmi? Bo'ladi. Ana, menimcha Timur aka bitta sinab ko'ring. Masalan, men uchun qiziq, Mirkomil aka. Ko'pchiligiga qiziq. Bo'ldi. Eng muhimi sizga ham qiziq ekan. Ko'pchiligiga qiziq. Endi bunga hozir imkoniyat tug'ildi mana, bor endi. Endi vaqtimiz ham bor. Yana o'ylaymanki, xuddi shunaqa terma jamoa, ya'ni har xil qit'alardan bari jahon chempionatiga borgandan keyin yana xuddi shu tarzda har bir qit'adan, misol uchun hozir taxminlar bor, Argentina bilan o'ynashgan shunaqa jamoalar bilan
o'ynaganda yana ko'proq toblaniladi, taktikalar sinaladi. Albatta ikkita hujumchilik vaziyat ham bo'ladi. U balkim umuman hujumchisiz variant ham ko'rishsa kerak. Hali kim hujum siz aytayotgan gapingizni поддержка qilmoqchi edim, endi o'zimga teskari voy rahmat. Mana ko'p qiyinchilikdan anaqa bormi endi savollar? Oktyabr oyida bor mana bu yerda savol. Argentinani Rostakami bilan o'ynashimiz mumkin ekan. Muzokara davom etyapti ekan, Xitoyda bo'lar ekan. Chunki Xitoy Argentinani buni aytib ko'pchilik bilmaydi. Ko'pchilik mana o'zing bilarmi degan bilmadim. Xitoy Argentinani o'yinga chaqirdi mehmonga. Zdachisiga O'zbekistonni ham chaqirishyapti. Chunki Argentina bitta kelganda ikkita o'yin o'ynar ekanda, o'shaning uchun Xitoy bir tomondan bizani tanlagani quvonarli. Bizga raqib sifatida, munosib raqib sifatida ko'rish. Tasavvur qil, Argentina endi ko'p o'yinlarni ko'rdinglar, baribir amaldagi jahon chempioniga qarshi o'ynash, agar Messi o'ynab qolsa, qanaqadir zo'r bo'lsa kerak. Argentina bunaqa darajadagi komanda bilan hali o'ynamadik, menimcha bizda. Argentinani urovnidagi. Ha. Birinchisi bo'ladi. PlayStation'da o'ynaganmiz endi sizam. Ya endi shunga hamin qadar so'zim bor, hamin qadar yaqini bilan o'ynadik Urugvay bilan. Bunga ham ko'nikishimiz kerak. Meksikani to'g'ri, yulduzlar bo'lmasa ham o'zini mintaqasining eng kuchli jamoalardan bittasi Meksika. Lekin to'g'ri Argentina, Braziliya yoki Ispaniya, Fransiya, Italiya, Germaniya bular bilan hali o'ynamadik. Lekin bu menimcha o'sha boshlanyapti. Ko'proq bo'lsin deb aytardim men bunaqa o'yinlar. Chunki jahon chempionati uchun juda kerakli o'yinlar bo'ladi biz uchun. Aynan shu klassdagi jamoa bilan o'ynash. Lekin shu oxirgi paytlarda ko'rsatgan o'yinlarimizdan bitta narsani his qilishi baribir odamda his bo'ladi-yu. Marojniy yegani bormaymiz-da biz. Biz munosib qatnashamiz. Guruhdan chiqamizmi, chiqmaymizmi bilmadim, lekin birinchisida biz uyalib qolmasak kerak. Chunki bo'lib ham tarkibimiz ham qari tarkib emasda. Oxirgi imkoniyati bor bolalar desada, masalan sizlarda ham hali yana bitta siklli nasib. Xudo xolisa imkoniyat bor. Bo'lib ham orqalarda yoshlar asosiy tarkibga kirib olgan, ularda hali 2-3 talik imkoniyati bor. Bizda eng faxriyimiz hozircha Farruh Sayfiyev. Keyin O'tkir Yusupov. O'sha O'tkir Yusupov, Farruh Sayfiyev. Keyin undan u yog'i Masharipov Sergey bular gullagan davridagi yoshda futbolda 27-32 yosh bu eng zo'r paytida o'sha davrida turishibdi. Endi men o'ylaymanki, buni bizani o'yinchilarimiz juda yaxshi his qilib turishibdi. Endi haqiqatan eskani ibora unutishga sababchi bo'lishyapti mana. Biz ham vaqtida yumor qilganmiz bo'ldi, uni unutamiz, yaxshi narsalarni o'ylaymiz. Marojniy ham qolib ketdi endi bo'ldi. Endi realni boriladi. Endi o'tga borilgandan keyin albatta maqsadlar katta qo'yiladi va qolaversa 32 talik emas, 48 talik bo'lgandan keyin nisbatan hammani hurmat qilgan holatda terim kuchsiz jamoalar jahon chempionatiga bormaydi va guruhdan chiqamiz deb o'ylayman. Birinchi marta qatnashuv bo'lsa ham chiqadim. Chunki shunga arzigulik jamoamiz bor va asosiy bu yerda qarash ko'p ishonadigan narsamiz o'sha terma jamoalar bilan ishlash bo'limi bor, ya'ni boshqalar bilan o'rtoqlik o'rinli jamoalar bilan qo'yib berilsa, men ishonamanki bizning terma jamoa uddasidan chiqadi va o'ylaymanki hali SNGni va butun jahonni ko'p hayron qoldiramiz hali oldinda turibdi. 3 ta savolingizni bering. 3 ta savol emas, juda ko'p bor. Berib qo'yding, ani vaqtni ko'rsatib yotibdi. Bo'ldi, vaqt hali ko'rsatilgan edi. Mayli. Bering. Hozir savol. Xo'p. Savol. Bitta narsa bu o'sha YouTube'da ham berilgan edi bu savollardan bittasi. O'tgan yili Navohir bilan bo'lgan o'yinda o'sha maydonda bo'lgan holat, muxlislar bilan bo'lgan holatda aytishadi. Nima bo'lgandiki, shu muxlislar bilan sal tortishuv bo'lgan edi. Shuni sal izohini aytib ketsangiz bo'ladi, imkoniyatingiz bor. Kameraga qarab, muxlislarga qarab. Agar nimadir noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, yo muxlislarda ayb o'tganmi, yoki nimadir noto'g'ri jest bo'lganmi, nima bo'lgan edi aslida? Navohir muxlislar xafa bo'lmasin mendan. O'sha momentda so'kishdi meni. To'g'ri, bunaqa narsadagi futbolist ahamiyat bermash kerak o'yin paytida. O'sha payt to'xtalish bo'lib qoldi, qaradim, dal so'kishdi. Men ko'rsatgan narsam faqat 5 bo'ldi. Men ularga atvet berganim yo'q, so'kkanim yo'q. Haqorat qilmadim. Haqorat qilmadim. Faqat
o'zlariga munosibroq qilib atvet berdim bo'ldi. 5 nimami? Gapirmasdan. Nimani javobi bu 5? 5 marta chempionlik degani. Bu narsa futbolda emotsiyalar, o'yin tugagandan keyin baribir bu narsalar unutilishi kerak. Aziz do'stlar, ko'rsatuvimiz bosh homiysi CU Central Asian Universiteti. Azizgina ukangiz haqida gapirib bering. Hozirgi paytda men endi shaxsan o'zim bilganim Lokomotivda chiqqan edi. Ko'rinib o'yinlar bir ko'ringan edi. Hozir bilishimcha do'stlikda. Ukam 2000-yil uylangan, bolasi bor. Shuni aytganingizdek, Lokomotivda o'ynagan. Pozitsiyasi o'ng kira, chap kira pozashnik. O'zi chapda o'zimni yaxshiroq his qilaman deb aytadi. Hujumchi emas ekan. Ma'lumot uchun. Hujumchi emas Yo'q, himoyachi ham emas ekan. O'ziga o'xshab o'ynaydi dedim. Hozir urushmaylik. Hozir do'stlikda o'ynayapti. O'sha AQShdagi bo'lgan o'sha jarohat, undan keyin Osiyo chempionatida o'sha Suriya bilan bo'lgan birinchi o'yindan keyin jarohat sizni misol uchun 6 oygami, 7 oyga uzib qo'ydi ozgina. Emotsiyalaringiz futbolsiz bo'lgan paytdagi. Futbol qiyin o'tdi desam bo'ladi. Chunki natsionalni o'ynayapti, Paxtakor o'ynayapti. Hech qaysida yo'qman-da. Futbolistga eng muhim narsa o'ynashda. O'ynashyapti, yutishyapti. Ko'rasiz, siz ham tezroq chiqqingiz keladi. Keyin o'tda cho'zilib ketgan sababini ham aytib ketaman. Bu nolish anaqada emas. Shu holatda aytib ketaman. Menda bo'ldi trauma 3 oygacha deb aytishgan. 3 oy ichida normal bo'ladi deyishgan. Men harakat qildim. Eron bilan Turkman bilan Turkman edimi? Yo, Turkman Eronmidi? Oxirgi ikkinchi bosqichda oxirgi o'yinlari. Turkman Eronda o'shanga chiqishga harakat qildim men. O'shanga tayinlanishga. Tushunasizmi? Oldida u traumam bitdi. Chiqdim, yuguryapman o'zi. Chiqqanimdan keyin boshqa trauma bo'lib qoldi. Hali men o'sha qo'shilmasimdan oldin boshqa trauma bo'lib qoldi. Uni 1 oy anaqa qilmaysan dedi. Kopta deb turishing kerak, lecheni olasan, trenajyor ishlaysan. 1 oy bo'ldi. Yana umid bor hali ham anaqaga natsionalliga. Ozgina bordi, yana bir 2 ta 3 ta o'yin o'ynasam, xudo xolasa xatabdoma zaminga holat anaqa qilish. Undan keyin suchechek bo'lib qoldim. Nasab anaqadan oldim. Super kubokdan oldim. Shu kubokka chiqaman, xudo xolasa tayinlanaman. Shunda suchechek bo'ldim, doktor yoniga keldim, cho'tamazam bo'lmayapti, suchechek bo'ldim. Sen bo'lding ketadi. Boshqalarga yuqmasin. 3 ta podrad bo'lgani uchun ham cho'zilib ketdi 5 oylik. Ata 5 oylik trauma emas edi u. O'zi. Anaqasi bo'yicha boshqa narsa bilan ketdi. Ular cho'zildi. 5 oydan oshiqroqmi, shunaqa bo'ldi. Lekin anaqa qilishmas-ku, oxir oqibat kerakli o'yinlar bo'lganingizga o'sha narsa oldin bo'lib ketganiga ham rozi bo'lib qo'ydim. Yaxshilik ekan. Yaxshidan oxirgi hikmati bor ekan. Birinchi o'yinda bemalol qo'shilib ketildi o'sha Shimoliy Koreya bilan o'yindan boshlab. 3-bosqich hamma o'yin o'ynadim-da. 10 ta o'yinda. Savolni o'qisam maylimi? Muxlislar savoli. O'zingiz savolingiz qolmadimi? Bor. Voy so'rayapsiz, nimaga legioner bo'lmaydi? Hozir bog'dan tog'dan bo'lib ketib qoladi-da, mana yonib qolish kerak-da. Yo, buni oxirgi ekstra time savollari edi-yu. Hozir aytolman. Siz nimaga legioner bo'lmaydi deb qiziqyotdingiz, nimaga Neftchiga o'tmadi deb qiziqyotdingiz? Bering shu savollarni o'ziga, menga emas. Neftchigani men aytmadim. Aytdingiz-ku boya. Men aytmadim. Hop, bering, beradigan savollar. Hop. 97-yil 28 yosh. Mana 28 yoshgacha Paxtakordasiz. Nega legioner bo'lmaysiz? Takliflar bo'lmaganmi? Bu YouTube'da bo'lgan eng ko'p savollardan bittasi. Legioner bo'lmaganim sababi o'zim xohlamaganman legioner bo'lishni. Sabab shu yilgacha. Endi ota-onam, oilam, yaqinlarim oldidan ketkim kelmagan, to'g'risi. Keyin uncha qiziq ham bo'lmagan legioner bo'lib o'tda o'ynash, chunki men ota-onamdan uzoq ketishni представлять qilib ko'rmaganman-da. Uni o'ylab ko'rganman. Yo'q. Даже bilmaganman ham bir xil narsalarni. Kimlar chiqqan,
chiqmagan, qiziq bo'lmagan. Kirishmaganman bu narsalar uchun. Lekin 2022-yil aniq bilganlaringiz edi. ha, shu 2022 bilganim anaqa chiqqan deb aytishgan. Altavon, Saudiyaniki. U yerda o'ynaganmiz-ku ular bilan. Shu chiqqan deb aytishgan, aniq bilganim. Unda ham baribir anaqam yo'q edi, o'zim ketgim kelmagan klubdan, shu yerda Toshkentdan. Keyin yaqinda o'tgan yili yo'q 23 oxirida Al-Fayha chiqqanda. Saudiyaniki. Unda travma bo'lib qoldim. Aynan shu paytlar. Aynan o'sha payt. Paxtakorda Surxon bilan o'yinda travma oldim. Keyin bo'lib ham atmay bo'lib ketdi. Mana hozir endi mana shu muxlislik aytaman. Endi legioner bo'lgim kelyapti. Endi nima deydi? Shu ощущение kelyapti. Bitta legioner bo'lib ko'rish kerak, bitta o'ynab ko'rish kerak. Boshqa o'ringa chiqib ko'rish kerak degan xayollar kelyapti. Уже hozir. Sabab ko'rib olishmi, nima bu hozir o'sish ko'rmoqchimisiz bunda yoki misol uchun oddiy buni to'g'ri qabul qilish kerak yoki ana futbolchilik faoliyatdagi baribir ana ertaga umri qisqa deyapmiz-ku, moddiyat bo'yicha balans to'g'rilashmi? Nima taraflarni aytish mumkin? Qaysi taraf asosan? Asosan shu narsalar mana bekitib o'tirish shart. Hammasi hisobga olish kerak. Kelajagimda baribir yaxshi sharoit qilib turib, futboldan keyin ham hayot bor, xudo xolisa. Shu uchun hayotni to'g'rilab olish uchun sharoitni keyingisi bitta boshqa o'ringa chiqish uchun desam bo'ladi. Baribir o'rin deganimda boshqa muhit, boshqa holat, boshqa o'yinchilar masalanda top o'yinchilar masalan. O'shalar bilan o'ynash yoki o'shalarga qarshi o'ynash shunaqa narsalar kelyapti hozir. Hozirgi paytda men bu shaxsiy savolim, misol uchun 28 yoshda balkim bu tanlov qiyin bo'lar. Yevropa bari yoshlarni tanlaydi ko'proq. Hozir Osiyodan kutsak bo'ladi. Aniq yaxshi jamoalardan, Osiyoning top terma jamoalarining klublaridan kutsak bo'ladi. Yevropadan harakat. Men shaxsan bizning o'yinchilar Yevropaga loyiq deb bilaman-da. Lekin Nodir Xo'jani ko'p aytish bo'yicha futbol ichida bari ko'proq Nodir Xo'ja biladi. Siz boshqacha qaraysiz. Bu oson emas. Yevropada to'g'ri moddiyat kam, Osiyoda moddiyat ko'proq va talabi nisbatan Yevropaniki kamroq o'zbek o'yinchilariga. Endi nisbatan to'g'rilanmasa, pasport endi boshqacha kuchga kirishni boshlaydi terma jamoadan keyin. Balkim ajab emas, shu jahon chempionatidan keyin yaxshi takliflar bo'lar. Balkim Yevropadan ham. Lekin Yevropada o'ynash uchun hozir men o'zim o'ynashim uchun yosh katta emas, kichkina emas. Lekin ayni paytida hozir. Lekin o'zim yana bir 50% ga qo'shishim kerak har tomonlama. Bu yoqda o'ynash, ularning saviyasida o'ynashim uchun. Chunki hozir bu yoqda ko'rinyapti, Hoji Akbar Mamnaqo'r o'yinda bu yoqda deyilayotgan bo'lsa, men o'zim aytaman, ishni o'zim aytaman, yana bir shu holatga 50% yoki 60% qo'shishim kerak. Boshqachasiga aytganda, bu yoqda efariga o'zim aldanib qolishim kerak. Yo'q. U yoqni saviyasi baribir boshqa o'yinda. Yana bir saviyasi endi qaysi saviyani tushunyapsiz? Siz Yevropani aytasiz? Yevropadan qaysi? Yevropaning ham darajasi bor-ku. Misol uchun top 5 talik boshqa. Shu top 5 talik aytaman. Faqat shu boshqasichi? Yo'q, boshqalarini men masalan uncha bilmayman, lekin qaysi misol uchun jamoalar qanaqaligini. Ko'p shu o'rinda aytadiganim, bizanikilar ham top 5 talik ana orzu shu-ku, top 5 talik baribir o'yinchilarniki. Lekin ungacha ham bor-da bu etapda. Misol uchun keyingi 10 talikda misol uchun qaysi anaqa Turkiya, Belgiya, Gollandiya, keyingi Rossiya ham shu qatorga kiradi nisbatan. To'g'ri, lekin Rossiyaga men ham unaqa ko'p ishonmayman borishini. Rezultat bo'lgan Rossiyadan, lekin u kimgadir nasib qila, kimgadir yo'q-da. Bizning o'yinchilik bilmadim, haligacha menda shu Rustamga ham shu savol bergan edim. Eldorga bermaganman-ku, lekin shu qarash bor. Ani sal boshqacha ko'rishadi. Solishtirganda O'zbekistonda mensimaslikmi yoki ajratish bormi, shunaqa deb bilaman. Ko'p ham bizning o'yinchilar Rossiyada to'g'ri o'tib ketish qiyin yoki ko'p pastga urib yuboriladi, shunaqa deb qarab bilaman. Boshqa davlatlarni ham sinab ko'rish kerakmi deb o'ylayman-da.
Belgiya, masalan, Gollandiya, Avstriya, Shveysariya mana shunaqa chempionatlarni demoqchi bo'ladi. Misol uchun siz Sinab ko'rsa bo'ladi. bari ko'rib chiqasiz-ku, sizga shunaqa taklif bo'lsa, ko'rib chiqishga tayyormisiz shunaqaga? Yevropadan bo'lsa ko'rib chiqishga tayyor. Til bariyerichi? Til. O'rganish muammosi. Ozgina anaqam bor, no to'liq emas. Endi siz aytayotgan narsa Mirkomil aka endi bizda shakllanadi. Mana mundialga chiqdi, endi biz reklama bo'lamiz. Shu paytgacha bizda yo yoshlar, yo o'smirlarda reklama bo'lgan. Shunaqa. Mana 25 yosh, 28 yoshli o'yinchini ular 20 yoshlar musobaqasi ko'rmaydi-yu, faqat jahon chempionati ko'rishadi. Osiyo chempionati ham unaqa qiziq emas. Masalan, ularga endi nasib keyingi yil mundialda ham shunaqa o'ynab bersa, o'shanda siz aytayotgan Portugaliya bo'lishi mumkin, Belgiya bo'lishi mumkin yoki o'sha Fransiyani Men ham klublari bo'lishi mumkin. shundan umidvorman men ham. Mana paxtkor kelgan legionerlar Fransiyaning 2-ligasida o'ynab turib ketdi, deyman, Flamarionmi yoki Riyaskasmi, qaysi? Bizanikilardan unaqa kuchli emas-da ular. Demak, bizanikilar ham o'tda o'ynash salohiyatiga ega. To'g'ri. Talab bo'lib, ular ko'ra bilish kerak. Men shunaqa deb bilamanki, ko'rish kerak. Men shunaqa deb ko'rishmayapti. bilamanki, kimdir sababchi bo'ladi-da. Kimdir, misol uchun bizani o'zbek sifatida o'sha yerda eshigini ochib beradi. Misol uchun Eldor Italiyada endi oson bo'lmagan. Eldor misol uchun Italiyada eshigini ochib berdi. O'zbekistonga misol uchun nisbatan qarashlar boshqacha. Husanov Plankani balandlatib yubordi misol uchun. Real qarash kerak Husanov. Menga shaxsan yoqqani Shukurov qilgan ishi, misol uchun Birlashgan Arab Amirliklarida yetarli to'piga chiqib bo'lib, o'sha Sharjada yetarli obro'ga chiqib, lekin o'sha paytda o'zgartirish xohlab Turkiyaga kelib, Turkiyaning eshigini ochdi. Turkiyada keyin imkoniyatlar paydo bo'ldi. Turkiya keyin Turg'unboyev o'tdi misol uchun. Ya'ni Turkiyaning uchun mutaxassislar ham qarashi boshqacha bo'lsa kerak. Keyin kimdir eshikni ochib bersa, keyingi avlodga yaxshi bo'ladi-da. Sababda masalan. Lekin yomoni ham tarafi bor. Kimdir borib, o'tda noto'g'ri taraflama ko'rsatib qo'ysa, eshiklar ham yopilish ehtimoli ham bor. To'g'ri. Endi u siz shunaqa deysiz, любой jamoaga futbolchi yaxshi bo'lsa, u olaveradi. U undan oldingi qilgan o'yinchisi anaqa, axir bu kasallik tarqatib kelmayapti-yu, qanaqadir koronavirus. Yo'q, bu grippmi. Unaqa narsalar qaralmaydi futbolda. Masalan, Turg'unboyevga sabab bo'ldi, Osiyo Kubogida yaxshi o'ynaverdi, shu yoshida, o'nsam yosh kichkina emas. Boshqalarga qaraganda. Misol ketdi Turkiyaga. Bu nimadan kelib chiqyapti? Gapisini bo'lib qo'ydim. Sardor Rashidov shu mensiz bo'lgan intervyuda bo'libdi-yu, gap bo'ldi. O'sha Portugaliyaga borilganda oxirida menga yolg'on gapirdi, noto'g'ri o'yin qildi, Katareskaga o'tib ketdi. Menga boshqacha gapirib, u kim unaqa o'yin qildi deb norozi bo'lib qolganmi? Misol uchun. Ishoning, Afrikalik, Braziliyalik agentlar har oy bunaqa o'yin qilib ketadi. To'g'ri. Endi bitta nimadir sababdan butun mamlakat bozor yopilib qolmaydi. Bizaga ham qancha o'yin qilib ketganlar bor. Paytida o'sha Afrikadan kelganlar bilan Brazil bu futbolni ichida singib ketgan bitta oddiy hayotdan bittasi bu. Endi masalan bitta o'yinchi ikkita komanda bilan ham kontrakt qilib qo'yadigan holatlar bo'ladi. Bo'ladi keyin FIFA mojaro. U siz aytayotgan narsa ishoning umuman futbolga aloqasi yo'q. Bo'ldi, men xotirjam bo'rsam. Ha, umuman masalan ertaga Portugaliya bitta zo'r wunderkind chiqib turibdi-da, yo Sardor Rashidov ketib qolgan edi deb ular ham ahmoq emas. O'zi to'g'ri javobi to'g'risi agentlardan olinishi kerak ekan-da o'zi. O'zim guvoh bo'lganlarim brazilchilar bilan. Hanuzgacha kerak bo'lsa mana duch ham kelamiz. Hozir ham duch kelayotgan joyimiz bor. U futbolchini maydondagi vaqti qiziq. Agar o'shalar top o'yinchi bo'lsa, sizga yalinib bo'lsa ham kerak olib ketib oladi. Bo'ldi, demak, bo'ldi, tushunarli. Men xato qilman bu. Lekin yana bo'ladi salbiy savol. Uni o'zidan so'rab olasiz. Keladi 20. Jon chempionatdan keyin bu talablar oshib boradi va shunga qarab yuramiz deb o'ylayman, xudo xolasa. Va bu yo'lda shu o'ylagan niyatlaringizdagi hammasi to'g'ri amalga oshdi, tilakdoshman. Omad faqat sizga, Hojiakbar. Endi biz faqat ko'rganimizda, misol uchun vaqtida shu Odil Ahmedov ketsin deganmiz, 25 yoshda ketgan, Eldor Shomurodov ham o'sha ketib plankani o'stirib, hozir shu darajada imkoniyat yuribdi. Siz misol 28 yoshda anaqa nega voqli bo'lmagan deyman. Misol uchun Hojiakbar Alijonov bu darajaga yetgani hozir aynan shu davrda emas, ancha oldin edi demoqchiman. Chempionat saviyasida edi. Terma jamoa miqyosida emas, chempionat saviyasida ma'lum bir darajaga yetib bo'lib, o'sha
bir kalla ustun paytga kelgan paytingiz boshqa davr edi deb aytmoqchiman. Kimdir aytadi, o'sha kech unaqa deydi-yu. Avvalambor xudo, o'rtoq muxlislar, mana javob eshitdinglar. Mana. Xo'p. Ana uni o'zi o'qiysan, ikkita savolim beraman, bo'ldi. Men shuncha chidadim, siz ham chidang. Siz ham YouTube'ga savollar yozib qo'yamsizmi? Yo'q, men o'zidan anaqa kelib chiqdi. Shuncha hozir suhbat mobaynida eshitdim. Ko'p o'sha siz bilan tengqur bo'lib o'ynagan. Bu menimcha ko'p muxlislarda bor. Bu savol juda ko'p ko'tarilgan. Jonjibet chiqdik. Boshqa o'yinchilar ham nomzodlar ko'riladi. Albatta, yana ko'riladi. Ko'p qaraymiz Jasur Yaxshiboyev. Bu o'yinchi o'yini jihatdan bo'lish kerak deb bilamiz terma jamoada, lekin xarakter jihatdan og'irlik tomoni ko'p bor eshitganmiz. U faqatgina bizani murabbiylar aytmagan, boshqa murabbiylar, ya'ni o'sha legioner bo'lgan murabbiylar davrida ham eshitganmiz. Siz shaxsan uni nima deydi, hamkasb sifatida qanaqa deb bilasiz? Nima u shunaqa bilmadim, maslahat bera olasizmi? Nimaga shunaqa o'sha o'yinchi? O'zi bilan o'zi to'g'irlanib olish kerak deb o'ylayman. O'zini ichki dunyosi bor. Chunki yoshidan katta bo'lganman deb bilaman. Sal qo'shilmaydigani qanaqa? O'zi biladigan ustki krugida yaxshi, yuradi, hamma bilan gaplashib, hazil-huzurli qilib. Lekin pastoronniyligi shu yo'q. Shunaqa xarakteri bor. Men keyin gapingiz bo'lib, terma jamoada ichki muhitni buzishi mumkinmi yoki? Yo'q, muhitni buzadi deb o'ylamayman. Muhitni buzadi. Bar bo'lgan-ku terma jamoada, u ham boshida. O'zi xohlamay qoladigan payti bor. Shunaqa o'zini xarakteri. O'zini ichida yana o'zini isloh qilish kerak. O'zini o'zi to'g'irlab, ichida yana bitta yaxshi bor. O'ziga o'zi bitta motivatsiya uyg'otish kerak deyman-da. U o'ynayman desa o'ynamaydi. O'ynayman desa o'ynaydi. Shunaqa bo'ladi. O'zini o'zi bir isloh qilib olish kerak. O'ynamayman desa Florentino Perez ham telefoniga javob bermaydi. Siz bir paytda bir Jasur Jaloliddinovga nima yetishmaydi shu bolaga degansiz. Men ham shu savolni berdim-da, faqat Jasur Yaxshiboyevga. Shunaqa. Va o'zimning shaxsiy savollarimni yana bittasi. Terma jamoada mana boshqa nomzodlar ko'riladi. Himoyada, yarim himoyada, hujumda yana kimlarni ko'ra olishingiz mumkin siz? O'zingizning fikringiz. Men murabbiyga xalaqit qilyapsiz demayman. Shaxsiy fikringiz, balkim u chempionatdandir, balkim u bizning legionerdir. Kimni ayta olasiz? Kimni sanab o'ta olasiz? Hozir terma jamoada yo'q, lekin bo'lsa shu yaxshi yordam beradi degan. Yordam beradi. Misol uchun hamma aytadi, yuqorida eshitib o'tiribman, Nodirxo'ja aytdiki, ikkita hujumchini ko'rishni istardim. Shomurodov, Sergeyev. To'g'ri, hamma xohlaydi. Lekin bu futbol Osiyo chempionati shunaqa davr bo'ldi. Siz travma oldingiz, Igor travma oldi. Ketma-ket bo'lib qoldi. Shoman o'zi travma olib qoldi. O'sha payt nima bo'ladi endi bo'lib qoldi muxlislarda. Shunaqa jihatdan balkim himoyada, yarim himoyada nisbatan o'ylash mumkin o'yinchi topish. Lekin hujumda hozirgi paytda menga ham juda ham qiziq. To'g'ri, hozir qarasak Bobur Abduxoliqov bor. Yana Azamonov chaqirib turilgan edi shu paytgacha. Lekin qarashimda bari daraja klassi bo'yicha nisbatan ozgina ko'p paytlarda bizda Bobur qutqargan. O'sha terma jamoa qilsa Meksika bilan boshqa o'yinlarda ham, lekin baribir bilinadi saviyada nisbatan deb o'ylayman. Ularni hurmat qilgan holda. Siz yana kimlarni qo'shish mumkin deb aytasiz? Bitta yo ikkitadan ayting mayli. Agar bitta bo'lsa bitta ayting. Men bitta emas, ko'p menda. Ayting, juda qiziq muxlislarga shu. Abdumajidov, kelajak. Paxtakorlik 55-raqamdagi Abdumajid o'sadigan o'yinchi. Husniddin Alqulovga o'xshataman shu bolani. Shunaqa potensialdagi bola. Xolmatov, o'rtaga aytasiz-ku. O'rtaga Xolmatov. Keyin napadayishiga hamcha Norchayev bo'lsa kerak. U ham ko'p gol uradi. Napadayishiga. Ya'ni bo'lsa ayting, lekin pozitsiyalarda cheklanmaymiz agar bor bo'lsa. Varataga anaqa Nazarov, Danishimga ham. Shulardan 3tasi bilan bevosita Kapadze ishlagan. Olimpiya terma jamoasida. Hammasi bilan. Bitta Abdumajidov bilan ishlamagan. Lekin hozir 1 yil vaqtimiz bor-ku Jahon chempionatiga.
mani shaxsiy fikrim bitta baribir chaqiriladi bular. Endi Ayniqsa Abdumajidovni potensial sanalganlarning ichida o'zi misol uchun Diyor Xolmatov bor edi o'zi. Hujumda Norchayev ham bor edi. Norchayevni hozir tabiiyki hozirgi chempionatdagi o'yini jihatdan ham va Kapadze ishonib o'sha siklda o'tgan o'zini davrida kelib chiqib imkoniyat yaxshi biladigandan menimcha u ham ko'rilsa kerak. Hozir bu yerda bitta sanab o'tganlaringizda Abdumajidov kelajak uchun Nazarov ham baribir Kapadze biladi demoqchiman. Biladi deyapsiz. Bu yoqda Abdumajidov sinalmaganlar. Nodir Xo'ja shuni aytib o'tdi. Ya'ni bo'lsa ayting. Yo'q, men tushunlar hozir. Boy bermoqchi bo'lgan savolingiz. Bittasi Instagramga yozdi-da. O'zim hayron bo'ldim-da. Hammani quchoqlab yuribmiz. Hali hojini quchoq xuddi ikkita jahon chempionatiga chiqib qo'yganda. Xotirjam qabul qildi. Nima emotsiyalaring shunchalik chiqarishing qiyinmi? Yo, chiqarib oldim bir 3 minut ichida. Ko'rinmadi-da, yani bittasi kommentariy yozadi-da. Hoji Akbar nima undan oldin jahon chempionatiga chiqqanmidi? Oddiy yuribdi. Ya, endi bu narsa chetdan qaraganda boshqalarga nisbatan sizniki o'zini juda bosib turibdi deb shunaqa ko'rinadi. Yo'q, xursandchilik ko'rinyapti, lekin yuribdi, barishilik boshqalarniki chegarasizda, chegarasiz. U sezilyapti, chegarasiz. Umuman yechilib ketdi deydi-yu. Sizda o'sha yerda kimdir ipidan orqadan yo kulma. Yo, qo'lini ko'tarmadi, arqoningizni ushlab turganga o'xshadi. Shunaqa muxlislarning tasavvurida. Yo'q. Endi kamera olmagandir, ozgina yosh ham keldi boshida. Sirasi shunday chalgandan keyin ozgina bir maza qildi odam. Demak, polyaning ichida tashlabsan. Polyaning ichida bo'ldi. O'sha yerda bo'ldi. Bo'ldi, bu yog'iga o'zi sekin hoji jiddiy bo'ldi. Atak xursand bo'lib, tarix bu endi bu ham. Mirkomilga chiqib yurmagandan ko'rasdan ham. Mirkomilga batareyalar tugab qolishidan oldin muxlislarning savoli. Tez savol beraman, tez javob bunga. Siz o'ynashni orzu qilgan Yevropadagi klub Real Madrid. Superligada eng qiyin raqibingiz va siz uchun o'ynash qiyin bo'lgan stadion. Raqib o'yinchini aytyapsizmi? Alohida bitta savolda ikkita, misol uchun eng qiyin raqib jamoa. Ikkinchisi noqulay stadion. Qaysi stadion? Noqulay stadion. Balkim u bittadir, haqiqatdan. Ham raqib, ham stadiondadir. Raqib jamoa hammasi nisbatan bizga qarshi aytaman, hamma taylanib chiqadi deb yomon qiynalasan. Endi nisbatan meni yonim kelib turib, mana ketmaydi yoningizdan. O'sha kamanda deyman-da. Savolni o'zim sal o'zgartiray. Qaysi hujumchiga qarshi o'ynash noqulayroq O'zbekiston chempionatida? Ichkarida. Qiyinroq. Oybek bo'lsa kerak, Bozorov. 7-nomer nima o'zgargani boya intervyu jarayonida aytib ketdik. Sizda chiroyli gollar ko'p. Sizga eng yoqadigani qaysi? Alsat bilan Navohar. Superligamizda qaysi o'ng qanot himoyachisining o'yinini e'tirof etgan bo'lardingiz? Balki yosh futbolchilar orasida sizga o'xshagan iste'dodlarni ko'rayotgandirsiz. Yaxshi o'ng kurashchilar ko'p. Saitov, keyin Azamat Mirsaitov, anaqa Zafar Murod. Jahon futbolidagi kumiringiz? Kumirim yo'q lekin. Pozitsiyani o'zgartirish haqida o'yladingizmi? Shatskix paytida sizni markazda ham, vingerda ham ko'rdik. Yo'q, o'ylab ko'rmaganman. Futbolda bo'sh vaqtingizda nima qilasiz? Ping-pong. Futboldan bo'sh. Bundan tashqari. Yaxshi ko'radigan narsam tennis o'ynashdi, stol tennis. Eng ko'pchilikni qiziqtirgan savol, nega faqat qora butsi kiyadi? Mana shu ham ko'p berilgan savol. Birinchidan qora butsi yoqadi. Ikkinchidan shu modeldan ko'p olib qo'yganman. Hali bir uyda yana ancha yotibdi. Yo'q. O'rtoqlar, eng yaxshisi bor, olib beringlar bo'lmasa, yaxshisidan boshqa rangidan olib beringlar bo'lmasa. Agar shu aynan bitta zo'r o'yin ko'rsatgan paytda Aljonov sizga butsam bor deb, hadeb futbolkani so'ravermasdan sizga zo'r butsam bor deb, bo'lmasa shunaqa sovg'a qilinglar, ana o'shanda boshqa butsada ko'rishingiz mumkin ekan. Bir tomoni odamlarda nimadir pochirk bo'ladi, har bitta inson shu qora butsi ham imzo bo'lib qoldi-da. Ko'rinishi biladi,
polida bitta qora butsi bo'lsa, o'sha Alijonov, u terma jamoadan, klubdan. Mirkomil aka, 2 yilga yetadigan so'nggi savolingizni bering. Yo'q, endi Men qarang, niyati zo'r, yaxshiligini qilayotganim qarang, hoji 2 yildan keyin Osiyo chempioni bo'lamiz, nasib. Nima Qatar bo'lgan biz bo'la olmaymiz. Yaxshi niyat. Yana bitta savol, o'sha hali aytib o'tganimizdek, futbolchilik faoliyati juda qisqa. Kimdir buni murabbiy sifatida ko'radi, kimdir yana boshqa, misol uchun hakam bo'lar, kimdir yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Siz o'zingiz nimada ko'rasiz? Balkim bu narsani o'sha boshlagandirsiz. Ko'pchilik futbolistlar misol uchun buni sal kechroq boshlaydi-da. Balkim buni parallel boshlash kerak edi. Misol uchun agar murabbiylik sohasida bo'ladigan bo'lsa, siz nimada ko'rasiz o'zingizni? Nima keyinchalik? Murabbiylikni o'ylab ko'rmaganman. Menimcha shu biznes bo'lsa kerak-da. Boshlaganmisiz buni? Qanaqadir kichkina yetakchilar bor. Lekin hali futboldan ortib unga aniq qila olmaysiz, vaqt ajrata olmaysiz. Murabbiyga juda katta sabr kerak-da. Sabr kerak, keyin ishi ko'p deb ularni. Yana futboldan ketib, yana futbolning ichiga kirib sal dam olish kerak menimcha orada deb o'ylayman. Oson emas bu maydon ichida. Mirkomil aka, shu savolingizga sal boshqacha savol. Hojiakbar Alijonov murabbiy bo'lsa, Hojiakbar Alijonov xarakterdagi bola bilan qanchalik ishla olgan bo'lardi? Bilmadim. Qayda bormasmidi? Qayda borarmiz? Biroz bittasi yetadi deb. Xullas 23 ta o'yinchi bo'lsa, sizlarga ko'rinmaydi ichkari Mirkomil aka, 23 xil xarakterda. U murabbiy kim bo'lishidan qat'iy nazar murabbiyning ishi juda og'ir. Shuning uchun hamma ham emas, futbolchilik familiyasidan keyin murabbiy bo'lib, bitta yosh bolaga anaqasini ko'tarish. Xullas, Hojiakbar, katta rahmat, kattakon. O'sha 1,5 yil avval niyat qildik. Endi keyingi 2 yil ham niyatini qilib ketamiz. Parallel. Mirkomil aka, o'tgan songa nisbatan ancha sermahsul bo'ldingiz. Paslaringiz ham, gollaringiz ham ko'p bo'ldi. Savollar ko'p o'rtoqlar nima deydi? Havaskidan ozgina hasad ham ketdi deydi-yu, sirrazi yarimdan ko'ringlar. Men savol bergan joyimdan ko'ringlar. Qiynaldim rosa, ichimda talashdim deydi-yu. Ikkinchi taymda o'ynadingiz-a? Lekin asosiy bu hammasi hazil. Biz o'zimizda hazillarimiz bor. O'zi ahamiyat bermaysizlar bunga. Ozgina agar zeriktirib qo'ygan bo'lsak, birinchi intervyu bo'lgani uchun talashib qoldik-da. Shunaqa qaysi nima savol berishi. Hamma holat savol. Ishoninglar, agar yana muxlislardan so'rab qo'yardim, kimdir savolni o'qiy olmagan bo'lsak, uzr so'raymiz. U yerda boshqa savollar ham bor edi, bir xil berilmaydigan savollar ham bor edi. Bir xil savollarni javobini ham bilamizki, u narsani aslida berishi ravo ko'rmadik. Uni javobini biz bilamiz, uni ayta olmaymiz sizlarga. Asosiy savollarga javob berildi deb o'ylaymiz. Savol yo'llaganlarga ham kattakon rahmat aytamiz. Bugun sizlar bilan shu chiroyli intervyuda suhbatdoshimiz 23 yoshli o'rtasida Osiyo chempioni, 5 karra O'zbekiston chempioni, 2 karra Superkubok sohibi, 2 karra O'zbekiston kubogi sohibi va yaqindagina Jahon chempionatiga yo'llanma olib, O'zbekiston iftixori faxriy unvoni bilan taqdirlangan Hojiakbar Alijonov bo'ldi. Samimiy intervyu, suhbat uchun rahmat kattakon. Maza qildik.